deb güllenishini chin yuragimdan umid qilaman. Yaxshilarning ajri bilan ko'playdi el, ko'playdi yurt. Yaxshilar har joyda bo'lg'ay aman. Merhaba kutlu kademle merhaba. Bahara kesunmeyin bari sabah. İlim kimdi bolsa büyük bir tapur. Sizlerning bizga bo'lgan ishonchinglar va qo'shishinglar bizning uzluksiz tadqiqot va yangilik yaratishimizdagi eng chong harakatlantirish kuch va madad. Hey yürek yürek yürek, meni debde koyma yürek. Hey yürek yürek yürek. Chin yuragimdan tilayman. Gül öndürüp baskan kademde, her kim şunda yaşsa değmen. Şoma koysa can fedayla hayatni erkşi. Alkuy video update'ali mazmuni mo'l ishiltish qo'laydi. 15 cho'ng asos kanal va 200 dan ortiq qo'shimcha kanaldan tashkil topgan. Yanfıningizga Alkuy update'alni qochilab, o'zingiz yoqtiradigan filmlardan huzurlaning. Alkuy. Salam, mehr muhabbatning elchilari. Salam, doktor Mina uchun ko'p ajr qilganlar. Salam, ilim egalariga hurmat bildirganlar. Salam, ilimga ehtirom bo'lsin. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Aldı bilan bugungi doktor Minaning 2023-yillik xulosa yig'iniga her joylardan qadam tashrif qilgan doktor Minaning suyimlik vakolatchilariga ehtirom. Harmag'aysizlar ajringlarga ko'z tegmasin. Salam, doktor Mina uchun qalbidan gul dastilar yasab, izlaridan gullarni undirib, bugungi faoliyatimizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlar, muhtaramlar, ustozlar, hammanglarga oliy ehtirom. Salam, her joylardan doktor Mina uchun qalbidan ehtirom mevalarini sunib kelgan hurmatli aziz mehmonlar. Sizlarga chin qalbimdan salam. Shundaqla shu tapda Alkuy to'g'ri orqali bugungi faoliyatimizni naq maydondan ko'rayotgan barliq to'rlashlarga salomlar bo'lsin. Hammanglarning yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Rahmat. Biz bugün alohida bir so'ringa jam bo'ldik. Biz bugün alohida bir kishi uchun, alohida bir mahsulot uchun, alohida bir mehr muhabbat so'g'izi uchun mana bu yerga jam bo'ldik. U bo'lsa-mu sizlar ko'rib turgan kaylimdagi doktor Mina. Doktor Mina degan bu ism meningcha bizning rayonimizdagi ko'p degan ayollarga ma'lumlik bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shaxsan o'zim doktor Minaning bir yaxshi iste'molchisi. Chin mehrim bilan doktor Minani ishiltayotgan bir ayol zoti. Shundaqla doktor Minaning ijodchisi bo'lgan suyimlik singlimiz, ilm ahli, mundaqcha aytgancha go'zallik babida olim sanaladigan Gülmiraning mastanisiman. Şunlaşqı bugün biz Gülmira üçün, Gülmiraning hozirgi ijod mehnatlari üçün onunğa her joyda, onunğa yaqindan hamdamda bo'layotgan yulanchiga, merdan üçün bu yerga jam bo'ldik. Şunlaşqa hammamiz birlikda Gülmira bilan
bilan Merdonga qizg'in salom yo'llaymiz. Qinamsa Gulmira, Merdon, sizlarga salom. Mening shu taqda Gulmira bilan Merdon jiroq joylarda o'qyan atlab bizning bugungi faoliyatimizni ko'ryapti. Meningcha maydonda bizning taqtishimizni ko'ryapgan do'stlarmi? Gulmira kim? Merdon kim? Doktor Mina mas'uliyat qanday mas'uliyat deb balkim qiziqib turayotgan bo'lishi mumkin. Bu haqda biz sal tanishimiz. Aldı bilan bugun mishada o'tdek jo'lallanib turgan doktor Minaning vakolatchilariga kulrak kiyimlar bilan nazokatni namoyon qilib turgan doktor Minaning vakolatchilariga naq maydondagi aziz mehmonlarga vakolatan bugungi 2023-yillik doktor Minaning xulosalash yig'inini jiroqlarda turib mana mushada har qaysingizlar bilan yuz ko'rishtirayotgan Merdon va Gulmiraga rahmat etamiz. Ularning ishlariga barakatlar tilaymiz. Kunlariga asoyishlik tilaymiz. Hammalarning turmushiga barakat va nusrat yar bo'lg'ay do'stlar. 2023-yilni uzitish oldi turyapmiz. Demak biz yana bir yilni muvaffaqiyatli uzitib 2024-yilga qadam qo'yyapmiz. 2024-yili o'ylaganimizdan go'zal bo'ladi deb o'ylayman. Aldı bilan men bugun mush faoliyatga alohida qadam tashrif qilgan aziz muhtaram mehmonlarning bir qanchasini alohida tanishtirib o'tmoqchiman. Aldı bilan mushada o'tgan bizning ustozlarimizdan boshlab Şinjan Naqshsul o'migining sobiq boshlig'i shundaqla o'zining isil naqshlari bilan xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin etganlayotgan shundaqla hozirgacha yoshlarmi cho'nglarmi ismini anglasa ehtirom tuyg'usi uyg'onadigan bir muhtaram zotda. O bo'lsa ataqli naqshchimiz Erkin Qutbiddin apandim. Xush keldingiz. Xush keldingiz aka. Xalqimiz sizni sevg'indi, biz ham. Yana bir aylanni alohida tilga elib o'tish muvaffaq ko'rma. U bo'lsa o'zining oz, lekin saz naqshlari bilan xalqimizning qalbida ehtirom bilan sanaladigan. Garchi naqshlari Allah'ıydı köp bo'lmasimi, her bir naqsi bizning qalbimizga o'rnab ketgan bir naqshchi bor. U bo'lsa bizning suyimlik naqshchimiz, davlatlik birinchi darajalik naqshchi Izzat İlyas. Xush keldingiz. Ondan boshqa mana bu yerda yana bir bizningki o'zimizning sohasidagi yana bir do'stimizni tanishtirib o'taman. Şinjan Radio Televiziya stansiyasidan ataqli riyosatchi, ataqli muxbir Rizvangul Abdurahmon xonim, xush keldingiz. Shundaqla yana bizning muqam ansamblidan Aytulla xonim, Aynur xonim, sizlarga xush keldinglar. Qadiminglardan gullarimiz, marhaba. Ondan başqa yana bizning nurg'ulg'an suyimli satlarimiz, suyimli akalarimiz, sadalarimiz, mehribonlarimiz turibdi vaqt munosabati bilan birdan sanab o'tamidim. Hammadan muhimi bugun biz bu yerga jam bo'lishning asosiy maqsadini yana bir qatim eslatib o'taman. Doktor Minaning 2023-yillik xulosasi, shundaqla Doktor Mina uchun ajr qilgan, to'hfa yaratgan vakolatchilarni mukofotlash, taqdirlash shuning bilan birlikda 2024-yilini kutib olish murosimi. Do'stlarimiz, naq maydonda bizning programmamizni, bugungi naq maydondagi mushu faoliyatimizni ko'rayotgan, Alki to'g'ri orqali bugungi taqdishimizni ko'rayotgan do'stlar, sizlarning bugungi faoliyatimizdan menga o'xshash zoq oldig'inglarga ishonaman. Unda bo'lsa, bunda qilamiz. Uyg'urlarning har qanday faoliyati naqsh usul nag'ma navosiz bo'lmagan. Endi bugungidek mana shunday guli-guliga xil-xil kelgan kunlarda yangi yilni kutayotgan vaqtimizda Şinjan opera o'migining usulchi qizlari mana shu tarafda shunday chiroyli milliy kiyimlarini, nimcha tomoqlarini kiyib bizga o'zining larzon usullarini taqdim qilish oldi turibdi. Unda hammamiz birlikda Uyg'ur usullarining gul taji bo'lgan Jula hurmatinglarda. Muhabbetna dedi hicran şölesin aylaç taştı hanıma
güzel usulçu kızlarımızın latafetlik usullarına rahmet. Şinjan Opera Ömügininki usulçuları bana bugün nahayet çıraylık mukamga isil usulları bilen başlap bugünkü faaliyetimiz alayida özün koştu. Biz bayattan dedik, bugünkü bu faaliyet Doktor Mina Mahsulat'ın faaliyeti. Yani Doktor Mina'nın icatçısı bolgan. Yani bizim halkımız içinden çıkan ataqlıq ilim ahillerinin biri bolgan. Dünyanın hüsn, güzelliki, şundaqla ter tadqiqatıda özü xas natijeleri bilen halkımızga dunyoga tonulgan mana muştaq bir tadqiqatçı kızımız Gülmira doktorunun meningcha balası desek bo'ladi. Çünkü bu mahsulot dunyoga kelgan 6 yildan buyon xalqimizningki güzellik uchun izlanayotgan xonim qizlarimizning turmushiga alohida bir ahamiyatli mahsulot bo'lib keldi deb o'ylayman. Aldi bilan Doktor Mina mahsulotining ijodchisi, shundaqla Koreya Sanshin doktorxonasidagi tadqiqotchi singlimiz Gülmira ve uning suyimlik hamrohi Merdan haqida tanishib chiqamiz. Cho'ng ekranga marhamat. Bilim kimde bo'lsa büyüklük tapar degan hikmetni öz amaliyatida ko'zitib kelayotgan bir jup yosh Gülmira Abdurayim ve Merdan G'opur haqidagi qaltis hikoyalarni anglaganimizda bu ayol doktorga ixtiyorsiz qoyilligimiz qo'zg'almay qolmaydi. Güzel sayran boyundan başlangan, talay arzu armanlarını kalbiga pükkan yurt kızının bilimde kamalatga yetishi uchun qo'llig'uvchisi, madadkori, ömürlük hemrahi bo'lgan Qarashahar yigiti uning qo'lini ching tutib, birlikda ma'rifat izlab bilim konini tang qazdi. Ularning yoshlik cho'qqisiga yamashgan har bir qadamlardan xushpuroq gullar echilib, el vatan qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Koreya Samsung doktorxonasi teri kasalliklar bo'limining tadqiqotchi doktori, tibbiy fanlar doktori, Koreya va xalqarada o'z kasbiy sohasida yaratgan ilmiy natijalar bilan nopozliq mutaxassis olimlarning, kasbdoshlarining e'tirofiga erishib kelayotgan teri kasalliklar teri asrash buyumlari tadqiqotchisi yosh doktor Gülmira Abdurayim, yo'ldishi tibbiy fanlar doktor ashtisi, xalqaro shakl tuzash sohasida qaltis ilmiy tadqiqot natijalarini yaratayotgan Merdan G'opur bilan birlikda mo'rni mo'riga tirab, Koreyadagi oliy bilim yurtlarida bilim oshirib, jafoliq ilmiy tadqiqoti orqali chet ellik ustozlari va professorlarni qoyil qilib, bizda teri kasalliklari va teri asrash sohasida xonim qizlarning ichida yuqori saviyalik bilim egillarining kam bo'lishdek bo'shliqini to'ldirdi. U aldirashliq ichidagi 15 yilni Seuldagi metro bekatlarida, oliy bilim yurtlarida, tadqiqot tajribaxonalarida, xalqaroliq ilmiy muhokama munbarlarida o'tkazib, o'zining oddiy, lekin nuroniy simosini namoyon qildi. U naiti aldirash bo'lsa-mu, turmushni qizg'inlik bilan suyib, farzandlarga kuyimchan ona, yo'ldishiga vafodor ayol bo'lishdek burchini ado qilib, 10 necha yilni bir kundek o'tkazdi. U yana nazariya tadqiqoti bilan to'xtab qolmay, teri asrash sohasida amaliy qo'llanishchanlikka ega xos mahsulotni borlig'iga keltirib, yurtdoshlariga taqdim qilishga otlandi. Koreyada tunji bo'lib patent iltimos qilib, o'z nomida Doktor Mina markasini engaldırıp, Koreya ve devletimizden münasebetlik organlarının eksport ve import icazatnamasını iltimas qilib, tasdiq itirafnomalarga erishib, o'zining shu markadagi xoslikqa va o'zgacha xalqaroliq yangicha tadqiqot afzalligiga ega teri asrash buyumlarini devletimizdagi har millat xonim qizlariga taqdim qilib, ularning qoyilligiga erishib kelmoqda. Şunun bilan birga, yo'ldishi bilan birlikda chet ellardagi ilg'or korxona boshqarish madaniyatini o'rganib va ulgu elib, kasblashgan, muntizimlashgan zamonaviy shirkat qurish uchun izlanib, Shanxaydan iborat xalqaro iqtisod markazida chaqnash uchun 2020-yili Shanxay Pudong rayonida Shanxay Mina tibbiy fan texnik cheklik mas'uliyat shirkatini qurib, kelgusida Shanxayni asosi bazi qilgan Shanxay Mina teri kasalliklar va shakl tuzash doktorxonasi, shundaqla butun mamlakatga yüzlengen zamonaviy doktorxona ve ambulatoriyalarni barliqqa keltirish uchun yo'l ochdi. Bu bir jup ayol doktorlar bu sohadagi bo'shliqni to'ldirib, davlatimiz tibbiy fan texnikasiga bir kishilik to'kpisini qo'shish uchun to'xtovsiz izlanmoqda. Bilim kimda bo'lsa, buyuklik shuningda bo'lur. Chorak asr ilm yo'lida izlangan,
yoshligini o'qish, tadqiqot va buyuk orzular ilkida o'tkazgan bir jup ayol doktorning yuksalish pallisi va turmush hikoyasi bizni haqiqatan qoyil qiladi. Ularning o'tkir pallada va nozik sohalarda yaratgan natijalari bizni iftixorlantiradi. Biz ularning kelgusi planlariga qut omad tilaymiz. İlim kimdi bo'lsa büyüklük tapur degan bu söz meningcha bizning bugungi faoliyatimizning bosh temasi. Shunday deyman, ha? Yuqorida 2 yoshning ijod, mehnat mevalarini ko'rib, meningcha sizlarni menga o'xshash hayajonlandinglar-ku deyman. Chunki xalqimiz ichida ijodkorlar, mehnatkorlar haqiqatan ko'p. Lekin mana mushaq nozik sohalarda, ilmiy sohalarda natija yaratayotganlarga biz texmi muhtojmiz. Shunlashqa Gulmira Abduriyim va Mardan G'upurdan iborat bu ikki ism biz esimizda chin saqlashga tegishli deb o'ylayman. Gulmira Abduriyim va Mardan G'upurga qut, barakat yor bo'lsin. Bayatın filmini ko'rib, men shunda bir xil hayajonlandim. Hayajonlanishimning sababi oldi bilan bu 2 yoshning mush dunyodagi eng nozik bo'lgan sohalarning biri. Ya'ni bizning bevosita badanimiz, terimiz bilan munosabatli bo'lgan nozik sohada izdanish uchun bosgan qadamlari va bu jihat yaratgan natijalari bo'lsa, yana birisi bu 2 yoshning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati. Mehr muhabbatning ifodalash shakllari har xil bo'ladi. Ba'zilar bir-birini qo'llash orqali mehr muhabbatni ifodalaydi. Ba'zilari bir-birini yuksaltirish orqali mehr muhabbatni ifodalaydi. Mana masalan, Mardan inimiz Gulmirani natijasini yaratish orqali, Gulmirani oldiga chiqarish orqali, Gulmiraning tadqiqot natijalari orqali Gulmirani qo'llabdi. Shunlashqa bir yaxshi natija qozongan erning keyinida bir ayol bola emas, natija qozongan bir ayolning keyinida ham mana mushundaq munavvar erkaklar bor deb o'ylayman. Shunlashqa mana mushundaq bir-birini qo'llayotgan, yulayotgan ilm ahllariga, mana mushundaq yoshlarimizga, erkaklarimizga, go'zal qizlarimizga nusratlar yor bo'lsin deymiz. Doktor Mina bu marka meningcha xalqimizga intayin tunish bo'lib ketdi. 6 yil jarayonida meningcha Gulmirani suyadigan, Gulmiraga hurmat bildiradigan va Mardan bilan Gulmiraning muhabbatidan ta'sirlangan nurg'un kishilar bu mahsulotni ishlatdi, setib oldi va izchil shuningdan bahramand bo'lyapti deb qarayman. Masalan, mening shu do'stim Rizvangul va men 3 yildan oshdi. Men o'zimga bak ahamiyat beraman. Meningcha ayollarning o'ziga ahamiyat berishi o'zining ichki go'zalligini tavlashdan boshqa, ya'ni tashqi go'zalligiga alohida ahamiyat berishda deb o'ylayman. Chunki bizning ichki go'zalligimizni bilish uchun oldi bilan bizning tashqi go'zalligimizni boshlab qabul qilish kerak. Shunlashqa tashqi go'zallikmi, ichki go'zallikka o'xshashli muhim. Meningcha hozirgi jamiyatda texmi muhim bo'lyapti deb qarayman. Shunlashqa men birinchi qatam doktor Minaning mahsuloti bilan uchrashgan vaqtimda Gulmira bilan tanishdim. Men Weiboda birinchi qatam Gulmira haqida yozilgan bir parcha maqolani ko'rib qoldim. Shuning bilan u qizga ergashdim-da. Ergashib, uning yo'ldishining shakl tuzash fanlari doktor ashtisi ekanligini bilgan vaqtimda bu bir jupga bo'lgan hurmatim texmi oshdi. Shuningdan keyin bularning ijodiyatlariga, tadqiqot natijalariga izchil diqqat qilib keldim. Keyin mush maska taqagan mezgillarda men uyda hamda mush mahsulot bilan uchrashdim-da. O chaqda men dunyodagi xil bir dangliq yomon emas bir mahsulotni ishlatdim. Endi shundan boshlab men hozirgacha 3,5 yil bo'libdi. Endi doktor Mina mening birdan bir tanlashim bo'lib qoldi. Endi men bu orqali bu yerda men chiqib riyosatchilik qilyapman. Shunlashqa Gulmira haqida, Mardan haqida, doktor Mina haqida so'zlayman emas. Meningcha meni biladigan tomoshabinlar, mening do'stlarim va meni yaxshi ko'radigan hammasi biladi. Men faqat o'zim bilganlar haqida so'zlayman. O'zim tushunadigan kishilar haqida so'zlayman. O'zim yaxshi ko'radigan, hurmatlaydigan odamlar haqida so'zlayman. Shunlashqa bugun men Gulmira bilan Mardan haqida to'xtamay so'zlayman. Taki har birimiz Gulmira Abduriyim va Mardan G'upur degan ikki ismni esimizda mahkam tutib olgacha doktor Minaning har bir mahsulotini suyib ishlashga so'zlayman.
hammamiz shundaq bir-birimizni qo'llasak, hurmatlasak, ilm ahllarini taxtning to'riga o'tag'izsak, beshimizga toj qilib qissak, anandan keyin buyuklik topamiz. Shunlashqa ilm kimda bo'lsa, buyuklik shunda bo'lur degan qutatqi bilikni ilingan mana bu so'z bizning hayotimizga haqiqatan zo'r ma'no berdi deb o'ylayman. Bugungi faoliyatimizga Gulmira bilan Mardan xizmat munosabati bilan alohida muhim ishlar bo'lganligi uchun kelanmadi. Ammo ular o'zlarining yurak salomlarini avatdi. Qani cho'ng ekran orqali Gulmiraning salomini ko'rib boqaylik. Salom, bugungi faoliyatimizga qadam tashrif qilgan hurmatli mehmonlar va vakolatchilar. Bugun men bu yerda Shanghai Mina Meditsina fan texnik shirkatimiz Doktor Mina terasrash mahsulotlarining 2023-yillik xulos faoliyatining dag'dug'liq boshlanganligini qizg'in tabriklayman. Shanghai Mina Meditsina fan texnik shirkatining bosh direktori bo'lish suhbatim bilan hozirgacha qo'lga keltirgan natijamizni va xo'shalliklarimizni shirkatimizning har darajalik vakolatchilari va bizni qo'llagan do'stlar bilan birga o'rtoqlashganligimdan to'liq xursandman. Bu shirkatimiz qurilgandan buyangi tunji cho'ng tipdagi faoliyat bo'lib, shirkatimiz qurilib hozirga qadar qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlar bizni qo'llab kelgan barliq vakolatchi va xaridorlardan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Sizlarning bizga bo'lgan ishonchinglar va qo'llashinglar bizning uzluksiz tadqiqot va yangilik yaratishimizdagi eng chong harakatlantiruvchi kuch va madaddir. Shu munosabat bilan garchi men Koreyadagi yil oxir xulos xizmatlar sababidan bevosita yininglarga bora olmagan bo'lsam-mu, sizlarga bo'lgan samimiy ko'nglim va rahmatimni bildirish uchun bu faoliyatni o'rlashtirdim. Bugungi bu yig'ilishimiz orqali barliq vakolatchilar o'zaro tunishib, fikr va bilim almashtirib, bundan keyin xaridorlarimiz bilan texmi cho'nqur hissiyat rejasini o'rnatib, Doktor Minaning xaridorlarning qalbida o'rnatilgan ishonch va marka obrazining mangulik bo'lishiga bir kichik tuhfa qo'shinglarni, shundaqla xaridorlarning teri asrash safaridagi sirdishi va hamrohiga aylanib, minachilarning qaltis ro'yini namoyon qilishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Oxirida bugungi faoliyatga qimmatli vaqtini ajratib qadam tashrif qilgan Iroq yaqindan kelgan qo'llag'uchi do'stlarga samimiy rahmatimni bildiraman. Yetib kelish oldida turgan yangi yilinglarni qizg'in tabriklayman. Yangi yilda texnik qaltis natijalarni qo'lga keltirishinglarga tilakdoshman. Ko'pchilik rahmat, didorlashguncha omon bo'linglar. Bilimlik odamlarning so'zlashimi o'xshamaydi, ha? Ajab hayajonlanib ketdimi? İçidən urğub turğan bu xil ishonch meningcha Gulmiraning ichki go'zalligidan, uning qalbiga o'rnab ketgan muhabbatdan, hammadan muhimi uning hayotiga asos solgan ilmdan kelgan deb o'ylayman. Ilmli kishilarda shunda bir xil sehr bo'ladi ekan, uni qandoqdir zibu zinnatlar bilan, isil kiyimlar bilan paydollab bo'lish mumkin emas. Masalan, bayatingi Gulmiraning chiroyidan urg'ib turgan bu xil ishonchni faqat ilmni turg'iza oladi deb o'ylayman. Shunlashqa bugungi faoliyatimizdagi bosh temamizni shunga ilm dedik. Albatta, kasb ahllari qilgan ish o'xshamaydi. Meningcha hammamiz o'zimizning eng yaxshi ko'ra oladigan, qila oladigan ishimizni qilishimiz kerak. Naqshchilar naqshini essin, usulchilar usulni o'ynasin. Biz riyosatchiligimizni qilaylik. Mana shunday husn tuzash mahsulotlarini, isil girim buyumlarini Gulmiraga o'xshash, Mardonga o'xshash tadqiqotchilar qilsin. Qanday deysizlar? Shunday bo'lgandalar har bir sohada isillarimiz bo'ladi, shundaymi? Albatta men bu orqali boshqa mahsulotlar haqida gap qilmayman. Boshqa mahsulotlar haqida gap qilishni xohlamayman. Chunki bugun biz faqat Doktor Mina uchun bir yerga jam bo'ldik. Shun faqat Doktor Mina haqida to'xtalamiz. Unda xosmunda qilaylik. Bayatin Gulmiraning salomida munda bir ushurga diqqat qildinglarmi? Munda dedi Gulmirachi, vakolatchilarimiz bir yerga jam bo'lib, fikr va bilim almashtirib dedi. Shundami? Men pek yaxshi ko'rdim bu so'zni. Nimishqa fikr almashtirishdan boshqa biz bilim almashtirdik ekanmiz. Demak, hammamiz o'zimiz mushu sohani qilish jarayonida egillagan tajribalarimizni, qozongan natijalarimizni bir-birimiz bilan o'rtoqlashimiz degan gapga. Demak, 2023-yilda biz to'plagan tajribalarimizni o'zaro
o'rtaqlashish orqali 2024 yilida yangi natija qozonishga yangi qadam olamiz degan gap. Hamda mana shunday bir go'zal damlarda bizning bayatın ismini atılgan, nurg'ulgan san'atkorlarimiz naq maydon qadam tashrif qilgan. Bu yerda bizning ilgirkilik tartibi yo'q. Faqatla bugungi o'rinlashtirishning tartibi bo'yicha men bir necha artistlarimizni taklif qilaman. Aldı bilan bugungi mushu doktor Minaning faoliyati uchun hurmat bildirib, Gulmiraga ehtirom bildirib kelgan Şinjan opera umigidan yosh naqshchi Gulnar Nur xonimni sahnamizga taklif qilamiz. Yıkımlık ve güzel nakşlarımız bilen bugünkü faaliyetimizge nur ve hüsn qo'shiqchisi. Merhamet singlim. Salam, hürmetlik aziz mehmonlar, ustozlar. Bugün mush faoliyat orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xush bo'ldim. Undaq bo'lsa, hurmatinglarga usulliq naqshlardan suvlari suzuk degan naqshini so'q qilsam, hammanglarni usulga taklif qilaman. Qanamsi marhamat. Tatınmay düşüp oynap berişinizden ümit qilman. Vakaletçiler, merhametle tatınmanglar. Rahmet. Hem işleringlar neticelik, köngüllük bolsun. Rahmet. Her bir karxananın, her bir markanın özgü xas medeniyeti buludu. Çünkü medeniyet bir markanın tutturab turishidagi eng muhim omil deb o'ylayman. Men Gulmira bilan paranglashib, shundaqla doktor Mina maslahatinki mudiriyat a'zolari bilan paranglish jarayonida bir narsaga bak diqqat qildim. U bo'lsa-mu doktor Minaning vakolatchilari asosiy jihatdan ziyolilar ekan, o'qimishli kishilar ekan. Ya'ni o'qituvchi, davlat xizmatchilari va ziyolilarni asos qiladi ekan.
Mina marşı. Merhamet, hemen sahneyi teklif kılman. Faaliyette elbette nurgun mezmunlar buludum. Ben keyindeki mezmunlarını sel keyini gap kıyap duray dedim. Menimce bugün biz müşahede bir alahiyeti bir mihmanni özüm ziyaret kıvılay dep oyladım. O bolsumu Mina mesulatı bilen tanışıp gelişimge sebep boğan bir kız var. O kızның ismi, cismi bilen şundamı bir keptiken, apsı belkim keyinki çağlarda şundak bolsun dep şundak isimni koyuptike. O bolsumu Çolpan Yunus. Merhamet Çolpan. Ataqlıq naqşçimiz, şundaqla bütün memleket halkıga tonulgan yaş naqşçimiz Çolpan Yunus'un teklif kılıp aldık. Menimce Çolpan'ı hazır bütün memleket halkı bilidi. Çünkü Şingvanda'da o programısında siz yıllık çempion bolgandan keyin özünüzün özgüce orunlaş maharatınız bilen. Hemmeden muhimi acayip güzelliginiz bilen, işki güzelliginiz bilen texmi köp kişilerni özünüzge mahliya kıldınız dep oylayman. Şunun bilen Çolpan hakikaten Çolpan boldu. Şunda koya, şu isimni oylaşıp koyuş gerek. Mening ismimning ma'nisi nima bilamsizlar? Munira ismliklar o'zinglarning isminglarning ma'nisini bilamsizlar? Meyda Munira ismliklar bormi? Naq maydonda al-kuyni ko'rayotgan Munira ismliklar bormi? Ismimizning ma'nisini bilishib olaylik juma. Munira degan ismning ma'nisi nurliq yulduz degan gap. Şunlaşqa kim balanglar nurliq bo'lsin desanglar ismini Munira qo'yinglar. Çolpan bo'lsin desanglar Çolpan qo'yinglar. Demak, ko'nglimizda biz qandaq yaxshi narsani o'ylasak, bizga shundaq yaxshi narsa bo'lar ekan. Minalıqlar güzellik uchun tirishibdi ekan. Mana
güzellik aleminde yıldız bulup çakındı. Әмді Чолпан, сіздің мо доктор Мина мәслихаты білән, Гүлмира білән Аллахи мехріңіз башында құдайман. Бүгін әмді Гүлмира мо Мәрданшкісін Кореяда көріп тұрды. Әлкүй арқылық біздің нұрғылыған тамашбыларымызын көріп тұрып атыды. Қандай жүрек сөздеріңіз ба бір аңлап бақайды ма? Рахмет. Bizge mikrofon işkimizge birkende. Bopta. Salam sorundaki barlık aziz mikmallah. Bopmo şu aziz mikman nemizden ornagan ablataka hande yişin barlık akıllarımız. İzzet adam kayada otadı iken sizlerni körüp intayın xursat buldum. Salam. Onundan başka Irak yakından Mina'nın riştisi bilen bağlanıp gerçek yüz görüşüp tutmasak mı mana şu Mina'nın ki içideki her bir terkiplerdek juğurulup ketken barlık Şinjan'ın her kaysi şehirlerinin kelgen Minalıkla avazыңlarını bir anlatay. Rahmet. Mana şu Mina markası arkalık bir uçumuz Kore'de, yani bir uçumuz şu Şinjan'da bulup ben hem de aynı vaktim Beijing'de vaktimde tanışkan Mina bilen. Anandikin kaytıp kelgendiki Şinjan'ın arkaysı jaylardaki barlık vakalatçılan gerçi isminin nimişkenligini ufkuşmasak mı intayın reştimiz çın bağlaklık. Ne için degende bunun da birincisi bulup şu ilim pennin küçüğü biz hemmimiz örümitimiz bizni qayıl qıldıgan hem bütün dünyanı qayıl qılgan doktor Gülmira doktor bilen Merdan doktor bolgan rişte barlıq Şinjan'daki minacılarını bir-birimizge xuddi şu minanın yeşikige selingan minanın maslahatlarıdak bizni bir topqı juğurup aykırıp bizni bille qıp kevatıdı. Mana bugünkidek tunji qatımlıq çoğun paliyetide hemmimizden jam bolğundan intayın hayajan içide. Abayam siz de öttünüz muş Mina'nı men bilen tanıştırgan degende. Elbette men Mina'nı yaxşı kögeşke özüm en söygen hedilerimden en çıraylık boluşunu men arqılıq hem Mina arqılıq taxımı güzel müşünde turuşunu yaxşı görmen de. Yaxşı turuptu men de şunun qaraganda. Onun da mı isil çıraylık bolup kitipsiz kelgendi gibi. Müşahidimde bir elan sözünü qetip qoysak boladı ki, men eliqi doyunga nima chiqarib qo'ysam doim tansongush yevag'anmi nimda qiyramaysa lekin doktor Minani ishlasanglar tansongush yevag'andimi bekrak bo'ladi ekan. Shundami? Ma e'lonim bek bo'lib ketdi. Sal eshib ketdi ya. Ya, eshib ketmadi deb o'ylayman. Chunki men o'zim haqiqatan doktor Minaninki nahayat yaxshi iste'molchisi. Lekin shu menga sal qimmatroq berdi. Shunday bir yer bor. Men sal rozi emas yerim shu. Bugun aşı Mina'nın hamma narsa bilan ko'mapsiz shu 1 yil necha yil 10 yıl yaşartıqdek məsləhətlərini işləb çıxırıvatıdı bugün zadı. Ma Xotayның qattiq tayarlıq qılınlar cımayla maşinağa basımız. Vallahi rahmet əmsə. Çolpanım nəhayət çiraylıq sözlər bilən həmmimiz rəğbət bədiniz. Minalıqlar sizdən təsirləndi. Ətrafımızğa teximiz heç uyuşu deyə oylayman. Əmdə bugün əmdə səhnə sizin ən yaxşı görən naxışlarınız bilən, ən gözəl melodiyanız bilən, ən canlı altınız bilən bugünkü bu səhnəni bir nurlandırıp Çolpan Yurtuzade şahnap ketişinizi ümit qılımız. Yan bir qitim. Toxtan adam, mən Mişədə sizin ba vaxtınızı yana bir gəp qıvalay. Abiyam Şinjan'ın arqaysı jaylardan kelgen vakalatçılarga salam dedim, hem de bizdeki aziz mikmallarımıza salam dedim. Onundan başqa mening moşu oturdu, otağan mening grupam ba. Endi bu grupamның başlığı bolsa, meningki ömürlük hemrayim moşu Minani men yaxşı görgenligim üçün yaxşı görüp qomulniki bazarını echib atqan mening söyümlük yolduşum ba. Şoңlашqa yolduş. Men çıp qoyamlar ya. Onda olsa moşu sorundaki barlıq mening qarindaşlarım 3 adam hem yolduşum moşu Minani biz ailevi jazu boyunca qavatimizda. Şoңlашqa moşu meningki qomuldan kelgan grupamga sizning ikki kalima tatlıq bir rəğbət gaplarınız lazım. Hamda siz mening adam bo'lgandikan hamda mening grupam hamda aqshi hamda barliq shu minachilarga billi bordi-da hamda bu gapingiz sizning. Eliqi yegan eg'iz uyulib debdika. Hamda menga Çolpan bämi dedik bu mahsulotning ki menga necha yilligini. Hamda ağandak boldimga hammanglar ko'rib ketdinglar, qanday qilaman hamda. Bo'pti, qolgan gruppadagida ko'ngillar kelmasin ha. Men hamda Çolpanning gruppasi haqida so'zlayman ha. Qumulluqlaşda qo'shaq to'qishsiz bir qo'shaq to'qiydi desam qo'shaq kelmayotdi og'zimga. Lekin ish qilib munda deyman. Çolpan gruppasidagi minalıqlarga Çolpandek bir qiz Çolpandek tursa yinib
Mehirlerden bu yürekler kanmandu qinip. Ondaq bolsa, minalıqlarning çolpan gruppisi, minalıqlar içideki çolpan yıldız bop çaqnap ketkey. Sizlarga medetler bolsun, ilhamlar bolsun. Keyninglarda çünkü çolpan kız var. Çolpan kızның keynide Gülmira ve Merdandek ilim ehilleri var. Yana deymen bilim kimdi bolsa, büyüklük tapur. Hemmimizge ilim, mihnet, yar bolsun. Hoş emsahsakni sizning. Rahmet dada. Ondan olsa yana bir qitim rahmat Muridaga. Salam aziz mehmonlar, hammalarning huzuriga mushu hayotga bo'lgan so'ygim bilan, shundaqla minaga bo'lgan so'ygim bilan hamda o'zimning kasbi, ya'ni mushu naqshchilik bo'lgan so'ygim bilan tövanda huzuringizga sunmoqchi bo'lgan naqsham men o'rinlashtirgan ikki naqsh bo'pti. Birinchisiga mushu 2024 yıldaki Mina'nın kelgüsünün texmi güzel buluşunu işinimen. Şundaqla barlıq köngünlardaki azarlarını, yakımısılığı, yivınlarını qayrı etip, çümbüllerini qayrı etip, texmi Mina'lıqlarının ki 2024 yılının güzel buluş için ben tövende zorunlağa aval özemninki moşu Şingguangda'da nendi uzun gönjün boğan vaxtada etkan musabıqa tayarlagan naqşam yani çümbülüğünü qayrı ve şençiniydi gayet olaydigan naqşını oqып biray yaqtırıp ağırgaysla merhamet Qaşingna qara Qaşingni qara deydilar
Sizlerle kızgın çabaklarınlarına köp rahmet. Karansa, devamlı. Yanı burnu mu ya? Elbette Şinjan'ın her qaysı jaylarını işçimizge patmay qalgan ayajallarımız bilen bugün şu Ürümçigi sorunga yığılgan bolgan diken her birimizning jushqun alati bo'lishini umid qilaman. Chunki gerçi Gülmira doktor bilen Merdan doktor bizning Şenchangda bo'lmasimi, lekin qayada bizning qalbimizning, yuragimizning şu kilapallarga izchil saqlaqliqa, şoňlaşqa hammamiz şu uyultaşdak uyuluşup yig'ilishibamiz. Ondan bo'lsa tavanda o'z mehmonlarning yuqori kayfiyatiga yana davomliq naqshlardan birisi katta, o bo'lsimi hayat söygüsü degan naqshani so'qimoqchi. Har bir ishinglarning, har bir bosgan qadaminglarning, bo'pmi minachilarning 2024-yildagi har bir sodisining o'zgacha bo'lishini umid qilaman. Hammanglarning ishonchi bormi, yo'q? Rahmat, marhamat. To'g'ri. Okey.
Rahmat Çolpan. Yangraq naşlarımız bilen bütün memleket halkıga tonulgan Çolpan kızga nusratlar yar bolsun. Doktor Mina'nın hazırgıca Doktor Mina bop kelişide elbette ot yürek suyumlik vakaletçilerinin ecri, mehneti, muhabbeti var. Endi biz bugün Doktor Mina'nın yıllık xulası üçün, mukabbatlaş üçün bir yere cem boğan kemmiz. Tecrübe bilim almashtırış üçün cem boğan kemmiz. Endi azraq mukabbatlaş faaliyeti qılmasaqın bulmaydı o deymen. Aldı bilen bugünkü faaliyetimizde şirket memuriyeti mukabbatını alıdığan Doktor Mina'nın müdüriyet azalarından bir qanchaylarni hürmet bilen sahne teklif qilma. O bosimi Aliye Ojahmet, Güzel Ablimit, Nurbi Ablet, Ahmetcan Litip, Muqaddas Fayzullah. Qilingda xo'sa bu xonim efendilarni hürmet bilen alqışlarımız bilen hürmet sahnesiga teklif etimiz. Merhamet. Qiling ularga alqışlarımızı bildiraylik. Mübarek olsun, mübarek olsun. Muşu jigit qani Çolpan qızning jigiti o'ttirg'i kesqandaq. Mana Qizilgulning arasida bir tal yopirmoq. Bumi yarashdi. Yarışib o'tib ketdi lekin. Gülmira bilan Merdan meningcha shu tapda ko'ryapsizlardan bek siynidu. Chunki sizlar hamda yo'l boshchilarda bu qo'shinda nurg'un odam bo'ladi, lekin oldida sarkillari bo'ladi. Mana sizlar sarkillari yo'l boshlab mengiyotgan azimatlari sizlarning ajr mehnatinglarning hurmati bilan Doktor Mina mana bugungi kunga ulashdi. 2023-yilni kutib oldi. Unda qolsa bu 3 aylan va 5 aylanga müdüriyet a'zolaridan mukofot taqdim berish taklif qilindi, shundaqmi? Qani bularning mukofoti nima ekan? Hurmatli ustoz san'atkorimiz Erkin Qutbiddinni bu 5 tehkarga mukofot taqdim berish taklif qilamiz. Qani Erkinka. Qani alqışlarımız hurmat egalari uchun bo'lsin. Qani Erkinka. Erkin efendim, ularnınki soğuk alaydı iken, yani iPhone 15 iken. Onda qo'sam şu iPhone 15'ten de Doktor Milan texim paysi yutizlar deymana qachon ha? Bunun da texim yaxshi chiqdi. Asildimg'i Doktor Milan ishlasa meyan qilish ketmaydi. Rahmat Erkinka. Lo'nqisi bor, mana. Kishidan boshlandik. Mana uyinglarga tizib qo'ysanglar mana. Hoji bilan chiroyliq lo'nqilar 2023-yillik xizmatinglarning natijasi. Qani bu ajr mehnat mevaları egalariga yana bir qatim hurmat bildiraylik. Voy manda chiroyli shamda nima bor ekan? Abla, mana nima deymiz endi? Koreya kattalarni machamdan yetlabla. Muborak bo'lsin. Ajab chiroyli shamdan ka. Qani ularga yana bir qatim olqish artaylik. Muborak bo'lsin. Onda olsa tunub aldık bu 5 aylarni ya. Bunun dikin hem de Doktor Mina'nınmış 5 aylar arqılıq tunub aldık deymen ha. Doktor Mina'nınki siyip işiltivatkan, Doktor Mina mesatın siyip işiltivatkan barlıq istimalçılar vakaleten sizlerinin əcrinlağa həşqalla. Bunun dikinki işlerinla texim bərəkətlik olsun. Qenəmsə, mərhəmət. Acaba hayacanlanıp kettim ha, xuddi men mukofot olgandaka. Kelaqadim sizlar keladi endi mukofot navbati ha. Endi yana bir 10 aylan bor ekan. Bularning ismlari voy, nima degan chiroyli ismlar bu? To'xtanglar, ko'zim ko'midi. Unda olsa men tövanda Doktor Mina'ningki alohida takliflik
lider dereceli vakaletçi ve alohida natija yaratgan şirket hamkorlashuvchi darajalik vakolatchilardan 10 aylanni mukofot berishga taklif qilaman. U bo'lsa Nafisa Fazil, Qambarnisa To'xti, Havanisa Yasin, Havagul Yunus, Nurbü Erkin, Nurgül İli, Ucu İxlas Xalmurat, Qurban Büyü Arvahun, Mihrigül İli, bu Meryem Abdullah. Onda olsa bu lider derecelik alohida hamkorlashuvchilar bo'libmi doktor Minani o'tir qatlamda turib ostin ustin eng ko'p ajr qilayotgan doktor Minaning yukini eng ig'ir ko'tarayotgan shundaqla o'zining tirishchanligi bilan doktor Minani yulduz bo'lib chaqnayotgan bu 10 vakolatchini hurmat ehtirom bilan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat, alqishlarimiz sizlar uchun. Güzel hanım. Yalğız latafet babıdıla emas. İcat mihnet babıdı mı? Güldek güzel. Pişanları altın zıbı zünnet bilenlemez. Belki tamçılığan terler bilen çaknap durgan 10 hanımga mübarek olsun. Sizlerge mi doktor Mina'nın Allah idi köngül soğusu va sizlerge mukafat buyumu taqtip berişke meningcha bir aylan ang muvafiq deb o'ylayman. Ayollar bo'lib erlar taqasini shundaq bo'lamdi. Unda bo'lsa hurmat bilan bugun bizning faoliyatimizga alohida taklif qilgan ataliq naqshchimiz, ijodiyatchi, kompozitor Ablet Abdukim efendimni sizlarga mukofot taqdim berish taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat, sizni xabar qildigan bo'ldik. Bularga alohida mukofot bor ekan. Bu 10 aylanga yaqindan berib kelgan sanyağı var ekansizlar. Men sizlarga yaxshi yerlar tavsiya qilaman. Eng oldi bilan qishning so'g'aq kunlarini sayohat etkizish sizlarga nasib bo'ldi. Güzel sayohat. Güzel sayohada, güzel sayohatlar bo'lsin. Eng oldi bilan tatqan japaringlarning ajr mehnatlarini ko'rgaymiz. Anan ikkinchi yana mukofotlari bor ekan. Mau bir nechini vakil xarakterliksiniz. Sizlarga Koreya, sayohatdan boshqa Koreyaga mangdinglarmi sizlarga? Doktor Minaninki chiroyli chamadonlarimiz sizlarninki alohida so'g'anlar ekan. Ablat efendim, sizni Japonga solib qo'ydik-a? Sizmi Koreyaga ketib qolasizmi bu xonimlar bilan? Mana uyanglarning egiz yeriga qo'ydigan, hurmat bilan tilg'i olsanglarmi, og'zinglarga liq keladigan mukofotinglar bor bo'ldi mana. Yil oxirida biz mana shundoq Shenzhen ko'rgan bo'lsa qo'shib ketdik. Ajab payza. 2023-yil barakatli bo'ldi sizlar uchun. Mol osillik bo'ldi. Hammamizga shundoq bo'lg'ay. Bunu men taqtay. Bu bo'lsin men qolsin. Rahmat. Endi men bir yaxshi narsa bor ekan. Shunqa millatning an'anasi bo'yicha bunda hayit bayramlarda bunda narsa ilish bek payzish-ku. Bunda bo'lsa Qambarnisa xonim
3000 yuanlik qizil bo'laq. Muborak bo'lsin. Havagul xonimma. Havagul 3000 yuanlik qizil bo'laq. Muborak bo'lsin. Ixlos xonim qani? Sizga mi o'xshashlar muborak bo'lsin. Qurban buvi. Sizga mi muborak bo'lsin qizil bo'laqimiz bilan. Nurbi. Sizga mi muborak bo'lsin. Nurgul xonim, sizga muborak bo'lsin. Nafisa xonim, voy, sizga muborak bo'lsin. Avanisa xonim, sizga muborak bo'lsin. Mehrigul xonim, sizga muborak bo'lsin. Tursungul xonim, sizga muborak bo'lsin. Mana nahayat mo'lusulluq bo'ldi. Bu pulni andimish xonboni Muniradan berganda deb sen yoda oy, opla qanda qilaman. Manasi cho'lpan taqdim qilib o'tgan. Shingvandadoning mukofotidekliga. Nendo yushu renyuan deydi. Demak, yillik munavvar xodimlar ekansizlar. Muborak bo'lsin. Mening qulim bekbarik, mana cho'lpan qiz to'g'ri bo'ldi. Bir yil jafo tortib, ajr mehnat qilib, yil oxirida boshqalarning muayyanlashtirishini anglash bek odig'imizni chiqirdi, Meningcha, mushada o'tgan barliq minaliklar sizlar o'xshashli suyundinglar. Chunki bularning kaynida kim bor? Sizlar bor. To'g'ri. Sizlarning kayninglarda kim bor? Biz bor. Iste'molchilar bor. Sizlarning kayninglardan mangu mangdigan, go'zallikni suyadigan bizga o'xshash yaxshi iste'molchilar bor. Shunlashqa doktor Minaning 2024-yili cho'qim biz kutgandimmi? Güzel bo'ladi. Muborak bo'lsin xonimlar. Qani amsa suratlarga tushib oldinglar chiroyli. Amsa Koreyaga mangandek hasta qaytqaysizlar, hurmat bilan. Qani alqishlarimizni yana bir qatim yog'irtib o'taylik. Muborak bo'lsin. Nahayta hayajon ilkida mukofotlash faoliyatini qilib oldik. Bugungi faoliyatimizda 5 yildan bir mehmonni alohida tilga olgandim. Meningcha bu mehmonni sizlar mendan bekrak yaxshi ko'rsizlar. Bizning ba'zi san'atkorlarimiz bor. Ular bir davr yaratgan. Lekin ular shu yaratgan davr bilanla emas, necha davrlab, balkim abadiy cho'lpan bo'lib chaqnagan. U bo'lsa-mu o'zining oz va tetimliq naqshlari bilan xalqimizning ko'ngliga izzat ihrom bilan mehr bo'lib bisilgan suyimlik naqshchimiz bo'lib men naqshlarni intayin yaxshi ko'rdigan. Har bir naqshi dilga ayrim mush muhrdek chekiladigan san'atkorimiz, ustoz naqshchimiz Izzat Ilyosni taklif qilamiz. Izzat xonim, marhamat. Qani qizg'in alqishlarimizni yana bir qitim Izzat Ilyos uchun yog'irtimiz. Marhamat. Salam azizlarim. Hammanglarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Hammanglarga Izzat Ilyosdan mehrlik, muhabbatlik salom. Rahmat. Bugun mana Doktor Mina şirketining xulos qilish faoliyatida qatnashganligimdan intayin xursandman. Doktor Mina şirketining texmi ro'naq tepib gullanishini chin yuragimdan umid qilaman. Yana mushada o'tgan barliq vakolachilarningmi, aziz mehmonlarningmi oldimizda kelayotgan yangi yilinglarga muborak bo'lsin deb her kim shundoq yashsa deyman degan naqshani taqdim qilmoqchi. Hammalarning yoqtirib anglashinglarni shun yuragimdan umid qilaman. Rahmat.
rahmet sizlarga, dostlarım rahmet. Endi mağama işke naqşı bilinip qaptı. Bugün şundaq hayacanlanıp gitip barman. Endi yana mush o'ttag'an qar gözlerinin hurmatiga, mehmonlarning hurmatiga bog'ning havası degan naqshani taqdim qilmoqchi. Rahmat, rahmat, rahmat. Qani mush o'ttag'an chiroyli sing'illarimni bir pat usulga taklif qilaman. Bo'lamdi, bo'lmamdi? Ha! Kim oynaydi usulni? Bağның havası, tenning davası, hozir beg'ishlar bulbul navasi. Bağның havası, tenning davası, hozir beg'ishlar bulbul navasi. Kız yigitlarning naqshi sadasi, Zepmo kazigan usul saması. Kız yigitlerinin naqşı sadası, Zepmo kazigan usul saması. Hoşal günümüz, devrimiz güzel, yaşnaydı hayat. Üttü duşunda, hoşal günümüz, devrimiz güzel, yaşnaydı hayat. Hoşal günümüz, devrimiz güzel, yaşnaydı hayat. Üttü duşunda, hoşal günümüz, devrimiz güzel, yaşnaydı hayat. Devrimiz güzel, yaşnaydı hayat. Rahmet, rahmet, rahmet. İzzet İlyas'ның yıkımlık, lirik, güzel nakşlarına yana bir qitim chin ko'nglimizdan rahmat. Ovoziniz bundan texmi yangroq, texmi güzel bo'lg'isi. Bayatın biz vokalchilarni mukofotlagan vaqtimizda bir kichikgina bir sifatda mening yodimdan mirtda chiqib qolibdi. Qiyirib ketayotganda odamning asli tush qobiliyati ojizlab ketadi ekan. Ya doktor menani ishlasam yaxshilab ketamdim ya. Ha, ma'qul. Gülmira, şu mening kallam bilan munosabatlik bir ancha-muncha narsalarni ishlab qo'yasiz. Bayatdan vokalchilar qatorida bizningki şu ajr mehnat qilayotgan vokalchilarimizga vakolatan
Nafisa Hanım küçükün bir yürek sözü tayyorlabdi ekan. Şuna hammamiz birlikda Nafisa Hanımni sahnamizga taklif qilsa, vakolatchilarga vakolatan o'zining yürek sözünü bir bayon qilib o'tgan bo'lsa, qanday bo'lsa Nafisa Hanım sahnamizga yana bir qatim marhamat. Qani alqishlar. Nafisa Hanım, qani hoş geldiniz. Nafisa bayatın siz mukofot aldınız, intayin hayajonlandingiz. O'zingizning qilayotgan ishingizga mehr muhabbatingiz texim urg'ib tashdi deb o'ylayman. Menimcha bugun endi vakolatchilarga vakil bo'lib, o'zingizning qanday yurak so'zlaringizni aytib keldingiz ekan. Bugün endi Munira madam bilan mushu sehnada birga turib, mushunday bir sharaflik fursatga erishganimdan özüm bir xil hayajonlanib, ovozim titrab ketib bordi. Endi har qaysi vakolatchilarning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Aldı bilan endi mushu barliq vakolatchilarga bir salomimni yo'llasam. Salam Gülmira doktor, salam Merdan doktor. Salam yiroq-yiroqlardan ko'ngliga go'zal orzularni pishib, bugungi mushu so'ringa yig'ilgan barliq ustozlar, vakolatchilar, mehmonlar. Hammanglarning mushu vaqtinglar xushvaqt bo'lsin. Bizda bunday bir durdanlar bor. Go'zal narsalarni ifodalash kerak. Masalan, xo'shallikni, minnatdorlikni, mehr-muhabbatni, baxtni. Biz intayin tasdi erishgan mushu bizning yig'ilishimizga sal hayajonlanib qo'ydim. Biz bugungi mushu baxtli minutlarimizni qadrlash bilan birga kecha-kunduz harmay ilm tahsil qilish, tadqiq qilish bilan aldirashlik ichida o'tayotgan bo'lsa-mu, gerçi özleri yiroq ellarda bo'lsa-mu, biz uchun mushu yig'ilishni uyushtirib bergan Gülmira doktor va Merdan doktorlarga Mina qo'shinidagi qaltislarga vakolatan samimiy minnatdorligimni va cheksiz hurmatimni bildiraman. Munirada bunda bir isil sözlerimiz var, ben bək yaxdırmam. İsil insanlar özgümü, özgiləmugümü güzel nərslərini hədiyyə qılğıçılardır. Öz xalqıga, öz yurtuga, ana vətəniga, cümlədən bütkül insaniyetga güzel nərslərini tavsiyə qilish üçün büyük armanlarını ko'ngliga pükkan bu bir jup doktorlarning jafo mushaqqatlarga bosh egmas ruhi biz minachilarni texmi ilhomlantirib, yangi natijalarni yaratishga yetakladi. Biz bugun bu yerga yig'ilganlar dabdabalik shuarlarga ram bo'lganlar emas. Milyon pullarni toptiraman degan va'dalarga mastana bo'lganlar emas. Biz faqat bilim bilan o'zini qorallandırgan, güçlüklerinin payda qilgan güçlük magnet meydani tarafından tartib kelingüchilardirmiz. Badanlarimiz kelishib ketmagan. Darvaqa Gülmira doktoruningki kasbiy yetaklishi va aktiv hamkorlik ruhi, doktor Mina mahsulotlarimizning a'lo sifati, doktor Mina teri asrash buyumlariga vakolatchi bo'lgan barliq vakolatchilarni xaridorlarning haqiqiy ishonchisiga ega qilib, bozorda intayin zo'r bo'lgan ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Shunga yangi yilda shirkatning texmi ro'naq tepishini, bir jup faxrlik isil doktorlarimizning ishlarining texmi muvaffaqiyatli, utuqliq bo'lishini chin yuragimdan tilayman. Qani alqishlar. Ahirida doktor Mina sepiga kirishni o'ylashayotgan yangi izlanguvchilarga deydigan bir yig'iz so'zim, biz bu umrimizda cho'qim bir tirishib beqishimiz kerak.
Faqat bo'lmaganda mushundaq tirishayotganlarning kayniga ergishishimiz kerak. Men ishonamanki, bizning doktor minarimizning kelgusi intayin parlaq bo'ladi. Hammalarga rahmat. Rahmat Nafisa xonim. Chin qalbdan urg'ib chiqqan so'zlar haqiqatan yurakka tegdi. Gerçi Nafisa xonim biroz jiddiylashib va so'zlarni darhol unutib qolgandek bo'lgani bilan, lekin uning doktor Minaga bo'lgan ishonchi, doktor Gulmira va Mardonga bo'lgan ehtirom, hurmati chin qalbidan urg'ib turibdi. Bizda shunday bir gap bor-ku, kimga ergishimiz, kimning kaynidan mangimiz. Biz faqat isil bo'lish uchun isillarga isilimiz. Isil bo'lish uchun isillarning kaynidan mangimiz. Şunlaşqa minalıqların kelgusi çoxum isil bo'ladi. Sizga ham nusrat yor bo'lsin Nafisa xonim. Gildek hayatınız hikmi güzel bo'lsin. Rahmat. Nafisa xonim vakalatan gap qilgan vaqtida bir so'zni aytganda mening badanlarim tikanlashib ketdi dedim. Ya'ni biz milyonlab pul topsan degan va'dalarga ergashguchilar emas. Biz ilim uchun izlanguvchilarning kaynidan mang'uvchilar dedi. Haqiqatan bu dunyo ilimni bilan, ilimning ajri bilan, ilimning to'hpisi bilan, ilimning kuchi bilan bugunga ulashgan. Endi bundan keyingi taraqqiyotimiz texmi shundoq. Faqat ilim bilan o'zimizni qurollantirgan vaqtimizda kelgusimiz texmi parlaq bo'ladi. Aldığımızda mana Gülmira bilan Mardondek ikki ilim egisi o'zlarining ajr mehnat mevalarini bizga sovg'a qilib, meva qilib taqdim qilayotgankan, undaqda minalıqlarning keyingi istiqboli texmi go'zal bo'ladi. Xo'sh, undaq bo'lsa, bugungi mehmonlarimiz qatorida men hurmat bilan tilga oladigan bir hurmat egisi turibdi. Bu bo'lsa-mu o'zining tetimliq naqshlari bilan emas, balki xalqning ko'nglini haqiqiy mayil qilgan ijodiyatlari bilanmi xalqimizning qalb to'rida hurmat sahibi bo'lgan esil ijodiyatchimiz, ataqliq naqshchimiz Ablat Abdukim efendi. Sahnimiz, hurmatimiz, ehtiromimiz siz uchun, alqishlarimiz siz uchun bo'lsin. Qani, marhamat. Hoş geldiniz Ablat efendim. Menimcha tübende otagan şu barlıq mehmonlar şundaqla elkuy arqılıq bugünkü bizim bevas ko'rsatishimizni ko'rib atqanlar sizin siyğindi. Bizmi sizin siyğindik. Esin naqshlarınız bugünkü bizim şu ikki ilim ahli uchun Gülmira va Mardon uchun sungan sovg'amiz bo'lsin. Marhamat. Salam bugünkü şu doktor Mina markasidagi mahsulotninki yillik xulos yig'ini yana mukofotlash va kelar yillik planlarni tuzish shuna bir yaxshi niyat, yaxshi maqsadlar bilan bo'lgan shu yillik xulosa yig'ilishida mush bir dasturxon bo'lib o'tgan hammanglarga mendan sig'inish salomlar bo'lsin. Men bu bir jup ilm egilari, bu tirishchan yosh ayollar bilan shundoq bir yaxshi mehr muhabbatlik bir maqsadlar bilan bir ishlarda tunuştuk aşı bir sebep vasıtlar bilen şu arkalık bu bir cüp ayolni tunudum bildim yani inimiz Merdancan bilen Gülmira sanlımız hem ikisi mengülük bir cüp ayollar buluş bilen birge yani ortak maksat nişanlar yani ügünüş yani ügünüşni ibaret şundak bir yaxşı maksatlar bilen öz farzandlarini yana bağırığı mehkem besip öz ailesini bir yerge qıp durup şundak davamlıq yana tirishib ügünüvatkan şundak isil ügünüş ro'yi andikin adamgarchilik yaxshi fazilatlari meni bularga amroq qilgan bularni mushu orqali men bularni inim ham singlim deb tonidim bildim mush munosabatda yaxshi aloqa munosabat qilib o'tyapmiz bu inilarimningki jiroq shaharlarda boshqa mamlakatlarda turib Koreya davlatida yana davomli izdinish tadqiqot natijalari bilan tirishchilik ko'rsatayotgan shu ro'yga men bek ta'sirliman. Ham bularning bundan keyingi o'rganishlariga, izlanishlariga yanama zo'r natijalarni tilayman. Mushundaq izlanishlar, mushundaq tirishchiliklar natijasida intayin buningdan yuqori bo'lgan bir tadqiqot natijalari bilan bizning vatanimiz Jungoga yaxshi bir natijalar bilan qaytib kelib bizning vatanimiz taraqqiyotiga bir kichik hissa qo'shadiganiga ishonaman. Ham shunday qilishga tilakdoshman. Bugungi shu
o'zininki o'rganish izlanishlari natijasida yana shu jarayonda o'zininki bevosita hozir tadqiqot olib berayotgan shu tadqiqot yo'nalishi bo'yicha elib bağan chiqargan o'zininki anga oldirilgan shu doktor Mina markasidagi mahsulotning bozorlik mahsulot bo'lishiga ham chin qalbimdan tilakdoshman. Bugunda qarasam nihoyatda sarxillar bu gruppaga ketilib shu doktor Mina ustida yaxshi so'zlarni qilyotdi. Ham shu ailenin bir a'zosi bo'lib, mushuni bozorlashtirish va setib chiqarish ishlarida o'zimi masalan Cho'lpon singlimga o'xshash oilaviy hammaylarni oilaviy kiribdi-da bu shaga bir gap bor. Mush singlimniki oilaviy bu doktor Mina markasiga kirib kelishdimi yana bir gap bor. Shunday bir ishonch, shunday bir mahsulotning sifatlari bularni qoyil qilmasa balkim bularni oldirab bu mahsulotga oilaviy menda kirib bu bugungi yig'ilishimiz bo'lmagan bo'ladi. Qolgan tushunishlarni mendan bak sizlar eng yaxshi bilasizlar. Shunday yaxshi bilgan bo'lg'achqa mishada o'tiryapsizlar. Doktor Mina oilasi bo'lib bir yerga jam bo'lib. Men bu bir jup er ayol yana Merdan inim ve Gülmira singlimizniki yaxshi niyat, yaxshi maqsadlar bilan bosgan har bir qadamlarga yaxshi natijalarni tilayman. Bu ikkisini men yaxshi inson deb tunidim. Shuning uchun mundaq bir qobiliyatni bu bir jup yoshlarga taqdim etmoqchiman yana. Yaxshilar qadamlari yassa qayon, yaxshilik iznolari qalg'ay hamon. Yaxshilarning ajri bilan ko'klaydi el, ko'klaydi yurt. Yaxshilar har joyda bo'lg'ay aman. Bu muşu bir cüplağa benim bir yaxşı tilgim bulab qalsın. Bugünkü faaliyetini mübareklep, qutlab, muşu yaxşılar temizkin akşamını huzurga sunsam, ekran özüde ola aşağıda körüp turayotgan bo'lishi mumkin. Naq maydondagilar naqshimizni huzuriga bir maydon qizg'in kayfiyat usul o'chib bergan bo'lsak, marhamat. Mübarek bulsun, mübarek bulsun. Yaxşılar qadamlariga mübarek bulsun. Mübarek bulsun, mübarek bulsun. Yaxşılar qadamlariga mübarek bulsun. Merhaba dost yarenler, qutlug bulsun qadamlar. Yetsun güzel tilekке elni suygen adamlar. Merhaba dost yarenler, çarçimisin qadamlar. Cem bulganda yaxşılar, unutulsun şu demler. Merhaba kutlu qadamlar, merhaba. Bağmara kessunmeyin bari sabah. Yaxşılar cem bulsa qayda daima vay daima. Yamragay bunda yıkımlık kuy sada. Yaxşılar cem bulsa qayda daima vay daima. Yamragay bunda yıkımlık kuy sada. Mübarek bulsun, mübarek bulsun. Yaxşılar qadamlariga mübarek bulsun. Mübarek bulsun, yaxşılar gülsün. Yaxşılarning shaniga har kim naqshilar bilsin. Yaxşılar söhbetinden dil şadlanar. Yaxşılık ötmez hemişe yadlanar. Yaxşılık ötmez hemişe yadlanar. Muhabbet baba bu yaşı çaknısa vay çaknısa. Arzular menzil taman kanatlanar. Muhabbet baba bu yaşı çaknısa vay çaknısa. Arzular menzil taman kanatlanar. Mübarek bulsun, mübarek bulsun. Yaxşılar qadamlariga mübarek bulsun. Mübarek bulsun, yaxşılar gülsün. Yaxşılarning shaniga har kim naqshilar etsin.
Yaxşılar qədəmləri yetsə qayan Yaxşılıq iznalları qalğay yaman Yaxşılıq iznalları qalğay yaman Yaxşıların əcridin kökləydi el kökləydi yur Hər qayanda yaxşılar bolğay aman Yaxşıların əcridin kökləydi el kökləydi yur Hər qayanda yaxşılar bolğay aman Mübarək bulsun Yaxşılar qədəmləriga mübarək bulsun Mübarək bulsun Yaxşılar gülsün Yaxşılarning əcriga mədhiyə bulsun Yaxşılarning şəniga mədhiyə bulsun Rahmat. Sevimli dostlar, bugün faaliyetimizden hep kömürlük buluvatıdı. Həmməylə güzel istekler bilen, esil armanlar bilen kelgendik. Hakikaten güzel bir jığılış oldu dep oylayman. Hem de bugünkü faaliyetimizin bunda bir mezmunu bak ya. Biz müziğini bir sel çürüyüp duraylıcı. Bunda ki. Bir azraq bir sual so'raq bakkenjimu. Şu doktor Mina'nın ki mesulatını kıl bakın Minalıkla zat layakatlıkmı meni bir imtihan ep baksın depti. Ben pek yaman okutucudum açığım yaman. Sualımı doğru cevap veremisanlar Mina'dan çıkırıp ütümencimi bana şu okunu bədi. Mundaq olsun diqqətə. Mundaq ki biz endi başqa fəaliyyətlər oxşamaydigan bir fəaliyyət qıldıq da. Mesulatımız haqqında köp sözlümüdük. Çünki bək maqtab ketməyil dedik ku. Mesulatın öz sözlüsün dedik. Ondaq olsa endi azraq bolsun sözümüz ekeni bulmaydı ki. Şoňa bir suallarım var. Kim cevap bereleydi ekan ha? Doktor Mina markasının ma'nosini ve kelib chiqishini kim biladi? Birinchi siz qo'l ko'tardingiz. Qani, men mikrofonni beray. Mis mikrofon cho'g'ilisin amsa. Diqqat amsa. Bu nemish qandu bu Gulmiraning ismi Mira emas nemish Mina bo'lib qolgandi? Doktor Mina'nın asli ismi bo'lsa Gulmira bo'lib, uni Koreyada doktor Gulmina deb atagan. Shuningdek doktor Mina o'zining ismini qo'llanib, Mina gormonlarini o'zining tadqiqot mevzusini o'zining ismiga asosan qo'ygan. Bilib oldik. Rahmat. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tdingiz 100 numar. Unda olsa, qanday so'g'utinglar bo'lsa, astirdan berib o'tamsa, uch qashqar beradigan bo'lganmi? Bo'pti, o'zinglar bilinglar, unda men vaqtlanmay, Rahmat sizga. İkinci sualım var. Teri asaslı qancha qavatga bölünüdü? Ular qayslar? Voy, mübarek olsun. Sizga ketdimsa. Men doktor Mina'ningki bir vakolatchisi bo'lish sifatim bilan Munira adamning kumush savoliga javob bersam, odatda biz terini 3 qismga bo'lamiz. Ya'ni piyopi alqat eng ustunki teri qavati, sirtqi qavat, undan keyin o'tir qavat, alqa muskul qavati. Odatda bizning terimiz men e'lon qistirib olaymi Munirada? Bo'ladi, ruxsat. Fursat kelganda chaqirib olay. Nurg'un odamlarni bir tushunib ketmaydi. Odatda bizning yuz terimiz bizning butun badanimizga a'zolarimizga nisbatan aytganda sirtqi muhiti bilan eng bevosita uchrashadigan a'zo. Shuningdek bizning terimiz eng oson zaxm yeydi. Chunki hozir havoning bulg'unishi, bo'ron, chopqin degandeklar. Shuningdek biz mushu doktor Mao singlimning bayqi javobini yana bir qadam puxtlab qo'yay. Doktor deganimiz ingliz doktor, yeshon degan gap ku, doktor degan gap. Endi Gulmira doktorniki Mina degan ismini qisqartib doktor Mina. Doktorlar ijod qilgan doktorlarning kashfiyot mevzusi degan gap. Endi mushu biz ba'zi iste'molchilar yaxshi qildi emas, u nima uchun yaxshi qildi desangiz, u bizning terimizga singib kirish orqali ichidan suzildirdi-chu. Aşağıda müşü terinin 3 qavatidan obdan paydalangan. Cevabım tugidi. Rahmat. Amsa bu xonimga qani mukofotimizni qabul qiling. Gulmiradan kelgan sovg'alar. E'lonlarni bunda bersak bo'ladi ekan, to'g'ri. Haqiqatan sizlar diqqat qildinglarmi? Naq maydonda mushu ekranda bir xat turdi. Mina boshi, ninda 私人皮肤医生degan. Buni mushuning o'zini bilib olsak bo'ladi. Doktor Mina, doktor Mina.
doktor Gülmiraning ajr mehnat mevasi bo'lgan bu teri asrash buyumlari bizga nisbatan haqiqiy shaxsiy doktor desak bo'ladi. Shunlashqa suyib ishlatyapmiz ham davomli suyib ishlatimiz bor. Xo'sh, endi 3-savolimni so'rab o'tay. Mas'ul tezga. Doktor Mina teri asrash buyumlarining obraz vakili kim? Doktor Mina'nın obraz vekili Çolpan Yunus Hanım. Keyin biz Doktor Mina'nın her bir vakalatçı azalarının hemmisi Doktor Mina'nın obraz vekilleri. Vah, mas'ulga javob qaranat bo'ldi. Haqiqatan ha? Ras men mana shunda o'ylayman. Bizni ba'zida ba'zi mas'uliyatlar taklif qiladi-ku. Men unda obraz elchisi bo'lishni hech yaxshi ko'rib ketmayman, ham muvofiq ko'rmayman. Lekin Doktor Minaga nisbatan meningcha eng oldi bilan Doktor Gulmiraning o'zi eng yaxshi obraz vakili. Uning agash kuchlari Çolpan xonimga o'xshash Çolpanlar. Ha? Shuningga o'xshash Çolpan vakolatchilar eng yaxshi obraz vakillaridir. Shunlashqa Doktor Mina boshqalarga o'xshamaydi emasmi? Ha? Haqiqatan May to'g'ri javob bo'ldi ya. Menda yaxshi javobni anglamag'ili uzun bo'pti. Endi 4-savolim bor. Masalan, ilmiroq savol kana. Terining asosiy roli nima? Voy, qani. Bu xonimga mikrofonni beraylik. Terining asosiy roli bizning tashqi qavitimizni saqlab turg'uchi parda. To'g'ri, bo'miz go'shimiz chiqib qoldi-da. Mening go'shim bekrak chiq. Terimga rahmat. Teri hem sezgür a'zo bizning teshimizni o'rab bütün narsani qoplab turg'uchi sezgür a'zo hisoblandi. Shundoq. Yana chiqrollari bordi uningki. Qo'g'daydi, badan temperaturasini saqlaydi, ho'llik, namliklarni kontrol qila oladi, so'g'oq, issiq, oftob har qanday narsani saqlab turg'uchi. Nihoyat sezgür a'zo bu. Shunlashqa mushta sezgür a'zoga yaxshi narsani ishlatishimiz kerak. Shundoq. Yaxshi narsaning ichida qaysini ishlatamiz? Mina doktorining Mina teri asrash buyumlarini ishlatamiz. E'lon deganda bunda beramiz. Rahmat sizga. Rahmat. Bo'lib hozirlik biz qisqatib ming-mingchi deb oldik ekanmiz, ammo bak sezgir terilarni. Shaxsan mening terim ziyoda sezgirchim. Men qalayam narsa ishlatishdan bak qo'rqaman. Ham ishlatmayman. Burundan tortib o'rganganimni ishlatdim. Bayatan dedim-ku, maska vaqalari bo'layotgan mezgillarda men shu mahsulotlar uchrashdim. Shundan keyin men o'zim ishlatayotgan xili yomon emas bir mahsulot dunyoviy dangliq marketda. Shundan keyin men izchil doktor Minani ishlatyapman. Men terimga yiqib qoldi. Menga o'xshash hamda bak bundoq bak sezgirlar o'ylashmoqchi bo'ladi-ku deb o'ylayman. Endi 5-savolim. Voh, mas'ul yaxshi ekan. Doktor Mina teri asrash mahsulotlarining mahsulot turlari qaysilar? Buningga to'g'ri javob beralganlarga mukofot beramaganlar jazo bajima, lekin menmi javob beralayman bu savolga? Xo'sh, qani? Doktor Minaningki asosli mahsulotlari bo'lsa, grimsiyi, ananikin ko'p xidarliq yuzmiyi, ananikin bizningki qo'riq yo'qotishga Çolpan mahsulot deb nom chiqargan Jinhuasi, ananikin bizningki uyqumizga yordam beradigan, ham shundaqla terimizdagi inchik qo'riqlarni yo'qotishimizga yordam beradigan bizning uyqu malhami deb atalgan kechilik chaplaq malhami. Hem biz ayol kishiningki o'rtaq dushmani bo'lgan ko'z atrofidagi qo'riqlarni yo'qotadigan, inchik qo'riqlar tushgan aman ishlatganda yo'qotib alayli unumini ko'radigan bizningki ko'z quyruq malhamimiz. Hem shundaqla shu ko'z quyruq malhamimiz bilan birga ishlatishga eng mos keladigan ko'z chaplaq. Andan keyin shu hozir hammamiz go'zallikka ahamiyat berish bilan birga tashqi obrazimizga diqqat qiladigan bo'lib ketdik. Hem bizningki purashning, terlashning bir talto'kis yo'qotadigan bizning qo'ltiq do'rimiz. Andan keyin bizningki oftobdan saqlaydigan, ya'ni fansa ishlatishning hojati yo'q. Men odatda grimsiy surmay turib sursam, bevos singib ketadigan bizning BB oqartishimiz. Andan keyin bizningki shu kechki so'rovlarga borsak, o'zimizningki grimxonlarga berishimizdan qat'iy hojat yo'q. Shaxsan bugun men doktor Minaningki mahsulotlarni ishlatib keldim. Grimxonlarga kirib grimni qo'lda olmadim. O'zimni cheksiz ishimni oftobdan saqlash, oqartish bilan birga qo'shib ishlasi bo'lgan bizning o'l upimiz.
Muşlar qadarlar qalğan yana qo'shimcha mahsulotlari chiqyapti, lekin asosliq muşlar. Rahmat. Unda olsa mukofotni sizga bermasak olmaydi ki. Muborak olsun Rahmat. sizga. Hakikaten ishlarga adamning o'z so'zlisin deymiz. Yaxshi mahsulot xalqlar tanimay qolmasin deymiz. Yaxshi narsalarni yaxshi do'stlarimizga ayamay bergimiz keladi. Xo'sh, shunday bo'lsa, bayatning azroq savol-javoblar orqali doktor Mina mahsulotlari bilan tanishib oldik. Endi yana davomliq Isil naql navalarimizni davomlashtiramiz. Bugungi faoliyatimizga bizning suyimli naqshchilarimizdan Ra'no Mijit, ya'ni yosh naqshchi Ra'no Mijitni alayda qadam tashrif qildi. Oldi bilan Ra'no Mijitni sahnimizga kichikroq ziyorat qilish uchun taklif qilaman. Marhamat singlim. Qani alqishlarimiz Ra'no singlimiz uchun bo'lsin. Marhamat. Salam Munirada. Xush keldingiz Ra'no singlim. Sizmi Endi bugun faoliyatimizda boshdan-oxir o'tiryapsiz. Siz ma'nosi hayajonda turibsiz deyman, ha? Shunaqa. Ta'siratingizni anglab boqaylik. Men hayajonda turibman. Sababi men shu Mina mahsulotini sizga o'xshash ishlatayotganga 5-yili. Sizdami ko'nroq? Ko'nroq ekansiz. Endi balkim mishadikilar bir ikki ishga diqqat qilib qoldi. Birisiga men burun aviylarimda sal Simizrak chiqqan endi. Xilali simiz. Raurusimiz. Raurusimiz. O'ruqladim-ku. Bu o'ruqlagandan keyin biz ham o'ruqlashda ikki ishdan ansiraymizki. Birsiga salomatlikdan, birsiga shu terilarning bo'shab ketishidan noit ansiraymizki. Men bu terimniga bu Minani bekrak ching tutdim. Shunga meni ko'rganlar birinchilab, "Voy, qanday o'ruqlading?" deb bergan bo'lsang degan bo'lsa, ikkinchilab, "Ne bu 100 dirham noit ching'o" deydi-ku. Men birinchi olapçı, o'zim 5 yildan bo'yon izchil ishlatib kelayotgan shu Minani atrofimdagi menga qiziqayotgan, mening terim qiziqayotgan barcha azizlarga tushuntirib keldim. Rahmat, rahmat. Menimcha Gulmira va Gulmiraning atrofida mush bir oyning atrofiga yulduzdek o'ralgan mana mush vakolatchilarimizni aytib xush bo'ldi deb o'ylayman. Unda olsa, go'zal naqshlaringiz bilan shiddetli hissiyotingizni ifodalangan bo'lsangiz, Ra'no. Bo'ladi. Qani sahnamiz siz uchun. Aldı ölen men chiqib bayam salam soatini unutib qoldim kechiringlar. Salam. Elkuy to'ri orqali biz bilan yaqin oraliqda ko'rishayotgan barcha to'r ahli. Salam, yaqin ijroqdan kelib berayotgan barcha aziz mehmonlarimiz. Salam. Bizning ustoz san'atkor, bizning so'yimli kishilarimiz. Men Ra'no Mijitdan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Bugun mana shundaq doktor Minaninki yillik faoliyati bilan sizlar bilan eng yaqin oraliqda uchrashganligimdan chin ko'nglimdan xursand bo'lyapman. Mushu munosabat bilan men mushu o'zim ijodiyat qilib, o'zim o'rinlab bir qancha naqshlarni sizlarningki yoqtirishinglarga sungandim. Bo'lsa sizlar bilan bir birlikda aytib baqsam bo'lamdi? Bo'lamdi? Ovozinglar bormi? Onda olsa men azroq bir yerindayman, keyin sizlar udusanglar bo'ldi juma. Bekliq yuqur talabmi yo'q. Yurgim yig'laydi, 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 bilmadim. Yurgim kulmaydi, kulmaydi, kulmaydi. Ishqi o'tdi biroqni yomon ishgan. Acab adam qiynaydi, qiynaydi. Rast bilmadim, bilmabsizlar. Bilmadim, bilmadim. Bilmadim, ay bilmadim. Acab adam qiynaydi, qiynaydi. Oy rahmat minalıqlar. Xo'sh, yana bir naqsham batdi ya. Ko'ngli oppoq shashshiga yetib tepilmaydi jahon deb sirlarini bilgan chog'da ah yestab aqidamga yig'lab qoptiman. Rahmat.
Rahmat, barcha azizlar. Mana shu sizlar yaxshi ko'radigan, shu sizlar suyib anglaydigan shu debdiman huzuringlarda bo'lsin. Birlikte oturup gidiyorlar. Aşk yarını görelmey, sevda boptuman. Baxti üçün külelmey, kaygı yaptıman. Meşqi bop görelmey, icranda kılır. Azaplarga urup, öldüm debdiman. Meşqi bu türelmey, icranda kılır. Azaplarga urup, öldüm debdiman. Kolu yakmak şaşı gidip, oylap kaptıman. Tepilmaydı cahandı dep, danlap saptıman. Sırlarını bilgen çağda ölmedim ama İster akidem yığılap kaptım Muhabbetni tağdu taxtım qilib kaptiman. Va'dalarini mangulik deb bilib kaptiman. Hayotimni sening uchun qurbonlik qilib, o'zgalarga kulib yursang oyim debdiman. Hayatımni senin için kurbanlık kılıp, özgelerge külüp yürüsen ayem debdiman. Gönlü yapmak şaşı gidip, oylap kaptıman. Tepinaydı cahandı dep, danlap saptıman. Sırlarını bilgen çağda ölmedim ama İstep akidemge yığılap kaptıman. Könlü yapmak şaşı gidip, oylap kaptıman. Tepilmaydı cahandı dep, danlap saptıman. Sırlarını bilgen çağda ölmedim ama İstep akidemge yığılap kaptıman. Rahmat, barcha aziz qarindoshlarım. Mana shunday muhabbat kuylar orqali sizlar bilan diydorlashib, sekin yuz ko'rishganligimdan xursand bo'ldim. Xo'sh qarindoshlarimiz, bizning kaynimizda yana san'atkorlarimiz xili bor ekan, ham vaqtmi xil bir yerga berib qoldi emasmi? Shuningga bo'lsa, men kaynimdek san'atkorlarga va o'tirliqdagi minaliklarga fursat bermsam bo'lmaydi ekan. Mana shunday faoliyatlarda sizlar bilan yana uchrashib turishimni orzu qilaman. Eng muhimi, men yanılışım minaninki sadiq ishlatuvchisi, mastonasi. Xo'sh. Rahmat.
doktör ana. Yığımlıq naxışlarınız üzülmesin. Xoş. Mındaqlı qarsam nömüşaqda qip qızıllı turistlar otdek julalanıp yalqınjap turib atqan bir endi gulxandakla qızıl gullardek sizlarning taklif qilmay turamaydigan o'xshaymi? Bayatını yaqi bu asosli xizmatni qilib atqan, başqa vakolatchilar deb to'la so'rab ketdim. Qisam sizlarning mudiriyat a'zosi Farhod apandi menga atoyatdan bir mush tizimlikni akab berdi. Isminglarni birdan o'qiyman, juma. Unda bo'lsa Alki to'ri orqali bugungi bevositamizni ko'rib atgan to'rdoshlar, unda bo'lsa sizlar o'zinglar biladigan minaliklardan kimlar balki ko'rib baqayli. Bugun biz 50 nafar vakolatchini vakil qilib mukofotlabdik. Oldi bilan 25 yillarni chaqirman. Birinchi bo'lib Farhod muallim guruhidan ilg'or vakolatchilar. Qunduzay Abdukerim, Salomat Ismoil, Qalbinur Abdukerim, Gulbanim Yasin, Maryam Abdumejid, Mavluda Mamatili, Malikam Ismoil, Mihrigul Rahman, Gulbahar Yusuf, Mihrai Mehmet. Mübarek olsun, ecrinler, hiç mübarek dinlesin. Hoş, emdi, güzel hanımın grubusudur. İlgar vakaletçiler dizimdeki. Minaver Enver, Gülbehrem Kurban, Feride Tohti, Kurban Nisa Kerem, Anarhan Turap, Merhaba Ahmet, Aygül Mehmet, Merhaba Mirvayit, Zulfiye Abdurrahman, Raziye Ahmet. Endi Nurbu Hanımның grupusudan ilg'or vakolatchilarni oldi bilan bashaylarni taklif qilaman. Ziloyat Ablikim, Gulbahar Aysayub, Farida Baxtiyor, Venira Osmonjon, Gulrabo Zunun. Sizlarga muborak bo'lsin. Qani hurmat bilan saktimizga qadam og'aysizlar. Ma bo'yi egizraklar sal kayinib turib, ma bo'yi bakrak o'nchi bo'ylar oldiga kelinglar. Sizlarga mo Gulmira xonim bilan Mardan apandim, Mardan doktorning kichkina ko'ngil sovg'isi bor ekan. Unda bo'lsa, mushu sizlarning mahsulotinglardek süzük. Doktor Mina Koreya degan mushu belgisi bisilgan chamadonni ilib jutunlarki vakolatchilarning oldiga shig'iliq qildi. Doktor Minaning mahsulotini qachilab qaytqaysizlarmi? Qani. Bir, iki, üç. Tatlıqmı? Sizlərə gəldi, bir qitim mübarək olsun. Mana yana bir ayrim mukofotinglar, so'g'anlarmi bakkan. Mana qo'ngboqlarmi bakkan juma? Qo'ngboqlarning ichida jiq-jiq bo'lsin.
Yaxşılı bəkçiq birdən bağmı, eğirğu berib bulamaysılar hiç. Mukafat jihop kesimi vaqtni xili alır ekan Cuma. Yaxshi, yaxshi. Kelasi yil bundan mı katta mukofatlar bo'lsin, ha? Unda olsa bu vakaletçiler yana bir qitim muboraklab alqishlar detandiq. Muborak bo'lsin. Amisa hurmat qadamlaringlar bilan yana bir qitim marhamat. 2023-yilinglar mo'l-osillik bo'ldi. 2024-yilinglar texmi barakatli bo'lg'isi. Ajr mehnatning mevasi azaldan yari qolgan emas. Faqat tirishsaqlar o'zimizning turmushimizni, atrofimizni texmi go'zal qila olamiz degan gap. Sangin yürüngi taysiz deydigan gap. 3 ayol bir kelsa dahshat tomosha bo'ladi. 50 ayol bir kelsa karamat bo'ladi ekan. 100 ayol bir kelibdi. Siqilib bir ishlar bo'lyapti bu yerda. Bo'pti. Ayol kishilar hamda bu hayotning go'zalligi-ku. Sizlar bo'g'ashqa bu hayot texmi go'zal bo'ladi deb erlar yerda kulib o'tiryapti. Bo'pti. Ayollar texim tirishchan bo'lsak, hayotimizni texmi go'zal qilsak, oilamizning texim barakatli bo'ladi emasmi? Xo'sh, hamsa men qolgan yana 25 vakolatchini taklif qilman. Nurbiyu Hanım grupsidan yana 5 e'lon ekan. Asiya Abdullah, Mahira Qutluk, Azatgul Ababekri, Nadira Azat. Qani marhamat. Muqaddas Hanım grupsidan Nuriya Mehmet, Arzugul To'xti, Atikam Ali, Aygul Qurban, Nurgul Ahmad, Tantan G'ayrat, Zulfiya Turg'un, Gulchehra Nizamiddin, Zulfiya Saydul, Amina Qasim. Qani sizlarga marhamat. Endi Cholpon Hanım grupsidan Fatigul Qadir, Dilbar Yunus, Mahira Qadir, Roshangul Abdurahim, Rabia Vahid, Fatigul Ahmad, Gulsumay Ismoil. Merhamet. Qinamisa güzel hanımlar. Japayrınlarının ajr mehnat mevzusini ko'rdigan vaqtinglar bo'pti. 2024-yilinglar texmi xayrli bo'lsin. Aldı bilan mukofot qo'yminglar bilan bir qo'shiq bitaylik sizlarni, ha? Qinamsa muborak bo'lsin. Mübarek olsun. 2024-yildagi natijanglar texmi güzel bo'lsin. Atrofingizga texmi güzel iste'molchilarni jalb qilib, Gulmira va Mardanning yetakchiligida texmi güzel atiga atsag'aymiz. Qinamsa bu vakolatchilar uchun olqishlarimizni yana bir qatim yangiritaylik. Ularga muborak bo'lsin. Aldık birinci
qasamlangan. Hammamiz kulib turib 2024-yilni kutib olamiz. Sizlarga muborak bo'lsin. Qani 1 2 3. Rahmat sizlarga. Hamsa sizlar chiroyli qadamlaringlar bilan yangi bir yilga atlangaysizlar. Birdan yig'lamiz, ha? Tordaşlar, sevimli dostlar, kanalımızla öz yayınlarına bağlı bolsanglar. Bugün kelgan alayda mehmonlarimizning arasida yana bir alohida mehmonimiz bor edi. Gulmira va Mardan uchun alohida mehmon. Doktor Mina mahsulotlarini ishlatayotgan iste'molchilar uchun alohida bir do'st. Doktor Mina mahsulotlarining vakolatchilari uchun alohida bir iste'molchi. U bo'lsa-mu, bugun bizning faoliyat maydonimizga alohida taklif qilingan Doktor Mina mahsulotlarini ishlatgandan keyin uning turmushida alohida bir zo'r o'zgarish bo'lgan alohida iste'molchimiz. Qani? Xush keldingiz. Men bu yoqni alohida tanishtirib o'tay. İsmingiz nima bo'ldi? Shamish Qamar. Qizi Sabahat, shundaqmi? Men Farhod apandimni anglasam, sizlar alohida iste'molchilar ekansizlar, shundaqmi? Doktor Minaga nisbatan sizlarning muhabbatinglar boshqacha. Nimishqa? Chunki mening qizimniki yuziga o yedim boshlab shunchalik qo'rqinish qanday don xo'raklar chiqadi. Jungichi bo'lsin, shiyichi bo'lsin, opamga yerim qolmadi. Keyin shu bir tonishtirish orqali mushtaq so'pillar shunday yaxshiga ishlatib baqsanglar dedi. Yana uning ishongimiz kelmadi. Shunchalar doktorlar nim qilamiz deb tursak, bizni Farhod ma'lumni bir tanishtirdi. Farhod ma'lumniki mahsulotlarini tanishib chiqdik. Ham qizimga shunchalik nimalar bo'ldi desam bo'ldi. İşlerkendeki ölümünde. Rıhbetlerini, sopularını işlettik, doğrularını yedi. Peşenisini bek set besip ketken. Bu kız ikimiz bir-birimiz üşüp kettik desek mi buldu? Çıkıp Farhod ma'lumning yetaklichisi bilan qizimni shunchalik yaxshi gaplar bilan qoyil qilib, mush doğruni ham ishdi, ishlatdi, shuni hozir mush holatga keldi. Sabahat qizim yenimga bir keling, ha? Mana Sabahat qizim yerda shunda chiroyli kulib turibdi. Endi bizning bolalarimizningki yilqi balog'at yeshida o'z ko'ziga dani xo'rak chiqadigan ahvollar bor. Lekin endi haddidan ziyoda ko'p bo'lib ketsa, uchuqim kasallik degan gapda. Demak, endi Gulmira bilan Mardonga o'xshash mana mushundaq endi bizning tadqiqotchilarimiz tug'an yerda, ularning mas'uliyati tug'an yerda Sabahat qizimga o'xshash mana mushundaq kasallik asarida uchrayotganlar endi ansirab ketmasin bo'ladi, shundaymi? Sabahat qizim, siz o'zingiz mushuni ishiltib o'zingiz dani xo'rak yo'qolgandan keyin qanday bir xil hissiyat oldingiz? 蛮开始的民科他们非常的自信，因为痘痘的特别多，在高三对我来说的时候非常有压力的，学习的压力，还有这个痘痘来压力，也已经给我造成了心理上的健康上的问题。比如说在家人和好朋友出去的时候，我也很羞于摘下我的口罩跟他们交流。
但是用了在米娜博士他们团队的不断努力下，对我不懈努力下，也没有放弃我的这个脸部治疗的方面上，我的脸越来越好。对，是。然后最后在高三那个很好看的照片上也拍下了很好的我自己。对，然后因为受于这个的影响，我也想成为一名医生。所以我现在考入的大学就是新疆妈妈嘴巴里面西北小清华新疆医科大学。Mübarek olsun. Sabahat kızım talihayla,很优秀. Demek mana kişiga gül sunsa qo'limizda gülning hidi qoladi. Shundaqmi? Demek Gülmira doktorninki mana mushu mahsulotni Sabahat qizimning ko'nglida ilm uchun tirishadigan, bir yaxshi doktor bo'ladigan mana mushuna bir urug'ni sapdi. Ishini men Sabahat qizim chuqur bir yaxshi doktor bo'ladi. Chunki Sabahat o'z hayotida ilmning qudratini his qildi. Xuddi minaliklarga o'xshash. Menimcha bugungi faoliyatimizni biz Sabahat qizimning bayatın so'zi bilan oxirlashtirganimiz intayin yaxshi bo'ldi. Men mana mush qitimqi, mush mahsulot ishlatish jarayonida o'zimga ishonch topdim dedi. Hamda muhimi o'zimga nishon topdim dedi. Demak, Gulmira, Mardan, sizlarning qilgan ajringlar bekor ketmabdi. Mana Sabahat qizimga o'xshash, nurg'un bolalar sizlarga o'xshash ilm bilan o'zini qurollantirib, ilm bilan o'zining kelgusini qurmoqchi bo'ldi. Demak, bilim kimda bo'lsa, buyuklik shunda bo'lar. Ishonamizki, doktor Mina boshchiligidagi mana bu qo'shin ilm bilan texmi yuksaladi. Ilm bilan har birimizning kuni texmi go'zal bo'ladi. Sabahat qizim, chuqur yaxshi doktor bo'lasiz. Tirishib o'qing bo'lamdi. Texmi ko'p kishilarga ta'sir ko'rsating. Ha, sisi, rahmat. Unda bo'lsa, o'z qo'lim bilan mana bu sovg'atni beray. Mana davomli doktor Minani ishinglar. Shamsunur xodim, sizga ma'zuraq ko'nglimiz bor ekan, qabul qiling. Unda bo'lsa, qizim, mush chiroyli yuzingiz bilan texmi kulib yashang. Bo'lamdi? Bundan keyin, yana bir yaxshi bir doktorni kutilishni arzu qilamiz. Bir qancha yillardan keyin Sabahat doktor deb oldingizga bosaq to'nimay qolmangizmi? Utuq bo'lsin. Junisheye yo'qchiq, ma'qulamsa. Rahmat. Sevimli do'stlar. Bugun Alki to'ri orqali bevosita ko'rayotgan barliq to'rdoshlar, haqiqatan bir dog'dug'liq yig'ilish bo'ldi. Hammanglarningki chehrida kulki, ko'nglida bo'lsa go'zal, esil armonlar to'kildi. Unda bo'lsa, mushu minaliklarni bir yerga jam qilgan, mina uchun izchil mehnat ta'rini to'kiyotgan, shundaqla minaliklar hurmatlab o'zining kasbiga asosan muallim deb tilga oladigan bir aylan bor. U bo'lsa-mu bugungi faoliyatning bosh tashkillovchilarining biri. Shundaqla Mina oilasi mudiriyat a'zolarininki vakillarining biri bo'lgan Farhod Imom muallim bugun intayin japotatli bugungi faoliyatning mushunchalik bo'lishi, har bir aylanninki mushundaq jam bo'lishida Gulmira bilan bevosita aloqa qilishib, har qaysilarini mushak jam qilishda ko'p ajrlarni sindirgan Farhod muallim. Minaliklar sizni to'lim yaxshi ko'rdi ekan. Farhod muallim deydi ekan. Haqiqatan Farhod o'zi muallim. Shundaqla minaliklar uchun men bir ustoz deb o'ylayman. Qiynamsa bugun to'rning abishida Gulmira bilan Mardan turibdi. Mana bu yoqda bizning barliq vakolatchilarimiz, to'rning abishida yana bizning iste'molchilarimiz turibdi. Qanday chirak so'zlaringiz borki? Hürmetlik vakalatchilar, qadrli do'stlar, ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugun biz bu yerda bir maydon o'zgacha yig'ilish o'tkazdik. Men bu yerdan Shanxay Mina Meditsina fan texnik shirkati ma'muriyatiga Gulmira doktorga vakolatan faoliyatga qatnashgan barliq vakolatchi va mehmonlarga eng samimiy rahmatimni aytaman. Rahmat sizlarga. Bu qitimqi faoliyatning bosh temasi bilim kimda bo'lsa buyuklik topar. Biz bilim va tadqiqot jihatlaridagi iqtidorimiz bilan ko'pchilikka o'zimizga xos bo'lgan Şinjanning o'zgacha jug'rofiylik muhitiga moslashgan sifatlik teri asrash maqsadlari bilan ta'minlab, xaridor jalb qilib, doktor Minaning afzalligini namoyon qildik. Bu qitimqi faoliyat orqali ko'pchilikning doktor Minani
ve onu barlıqqa keltirgichi Gülmira doktor, Merdan doktor to'g'risida texim cho'nqur tushunchaga bo'lishni, shuning bilan bir vaqtda doktor Minaning o'ziga xos afzalligini va istiqbolini ko'rib yetishni samimiy umid qilaman. Faoliyat jarayonida biz har qaysi vakolatchilarning qizg'inligini va diqqatini tortganligini ko'rdik. Ko'pchilikning xaridorlarga texim yaxshi mulozimat qilish, o'zining raqobat kuchini oshirish uchun tirishayotganligiga ishonamiz. Davlatimizning g'irim buyumlari, jumladan teri asrash, shakl tuzash sohasidagi qonun tuzum siyosatlarining texim mukammallashib, bu sohaning taraqqiyotiga foydali shart-sharoitlarni yaratib beryapti. Biz ko'pchilikka o'ziksiz texim ko'p a'lo sifatli mahsulot va mulozimat elib kelib, har qaysinglarning bozor raqobatida yengilmas o'rinda turishinglarga yordam beramiz. Biz bu qitimliq faoliyatni yangidan boshlanish nuqtasi qilib, kelar yillik tashviqot va setib chiqarishinglarga ko'plab mablag' sarflab qo'llaymiz. Shirkat ma'muriyatining kelar yil ishlaydigan xizmatlaridan qisqacha uchur berib o'tay. Birinchi, Doktor Mina markasining rayonimiz Şinjan'da shundaqla butun mamlakat doirasiga tonilib, dağınlıq marka obrazını tiklashga texmi ko'p kuch chiqaramiz. Ikkinchi, Doktor Mina mahsulotlarini Shanxay xalqaro import yarmarkasiga qatnashtiramiz. Uchinchi, Shanxayda shakl tuzash teri kasalliklar doktorxonasi ish planini rasmiy qo'zg'atib, turli rasmiyatlarni bajarishdagi tayyorlik xizmatlarini ijro qilish kun tartibiga kirgizamiz. To'rtinchi, kelar yili 7-oyda Gülmira doktor boshchiligidagi mudiriyat a'zolari bilan birga Şinjanning janub shimolidagi vakolatchi va xaridorlardan hol so'rash faoliyat tashkillab, keng vakolatchi do'stlarning fikr talablarini egallab, bozor kuzatib, kelgusidagi Şinjanning viloyat shaharlarida shakl tuzash, teri kasalliklar tarmoq ambulatoriyalarni va doktor Minaning obraz do'konlarini ichish imkoniyati to'g'risida izlanib, rasmiy plan va ijro qilish kun tartibi planini tuzamiz. 5. Har darajalik vakolatchilar ichidan dastlabki qadamda aktiv qizg'inligi yuqori 10 nafar vakolatchini tanlab chiqib, Gülmira doktor va Merdan doktorlar yiroq musofilik haqsiz to'r dars o'tib, kasbiy iqtidor yetildirdi. Hamda o'rganish natijasi alohida yaxshi bo'lgan sharoit yor bergan 5 nafar vakolatchini tanlab, Koreyaga olib qisqa muddatlik naq maydon o'rganish va ekskursiyaga tashkillaymiz. 6. Kelar yili 6-oygacha Gülmira doktorning tadqiqotiga asosan amaliy sinoqqa muvaffaqiyat bo'lgan butun badan oftobdan qo'g'dinishmiya, chosh o'stirish dorisi qatorliq 2 mahsulotni ishlab chiqarib bozorga solamiz. Bu qitimqi faoliyatda ko'pchilik vakolatchilar aktiv qatnashib, qizg'in ovoz qo'shib, faoliyatimizning g'albilik tamomlanishiga to'xtab qo'shdi. İzzat İlyas xonim, Munira G'upur xonim, Ablat Ablikim ustoz boshchiligidagi nurg'un do'stlar, oilasinlar qimmatli fikr va takliflarni o'tirib qo'yib va qimmatli vaqtini ajratib, faoliyatimizning dag'dug'iliq ilib berilishiga kuch qo'shdi. Shu sababdan Gülmira doktor va barliq minachilar nomidan sizlarga samimiy ehtiromimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Bugün naq maydon tarqitish qatnashgan va bu naq maydon faoliyatimizga ma'lum sabablar tufaylidan qatnashmagan qo'llovchi ko'rilmanlarga va har darajalik vakolatchilarga oliy ehtirom bildiramiz. Biz davomli doktor Mina maqsadlarimizni o'zliksiz a'lolashtirib, ko'pchilikni texim yaxshi, texim sifatli mahsulotlar bilan ta'minlaymiz. Oxirida vakolatchilar va mehmonlarga yana bir qitim rahmat aytaman. Ko'pchilikning xizmatining o'ng'ishliq, tenning salomat, yetib kelayotgan yangi yilning texmi baxtli, ko'ngilli bo'lishini umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Karat muallim, çapat attınız. 2024-yili doktor Mina'nınki qimmoqchi bo'lgan ishlarini anglab, texmi hayajonlandik. Demak, 2024-yili texmi go'zal bir yil bo'ladi ekan. Doktor Mina'dan yangi sovg'alar chiqar ekan. Yangi mahsulot emas, yangi turlar. Hatto shakl tuzash doktorxonasininki rasmiy tishidun yig'ishini qilamiz degan gapda.
Demek resmi kun tartibi kirgizildi degan gap pat arada, yani bir qancha yil ichida mana shu shakl tuzash doktorxonasini ko'ralaymiz degan gap. Demek minalıqlar tirishqankan, uning natijasi texmo go'zal bo'ladi degan gap. Barat muallim, sizga ketdin kep rahmat. Bugungi mush faoliyatninki asosiy jafosini siz va siz boshliqmish guruh a'zolari topdi, mudiriyat a'zolariga rahmat. Jafo chekdingiz. Oy. Bizim mush Uyg'urlarning mush odatlarimiz bek yaxshi ya. Yarashdi, muborak bo'lsin. Xo'sh, endi bayatın yaqı bizim ustoz san'atkorlarimizni cho'nglarning naqshlaridan anlagan edik. Endi bayatın gaplarni anglab bir xil yoshlik jismimizdan urg'ib turayotgandek his qilyapman. Demak, doktor Mina gerçi 6 yil bo'lgan bo'lsa-mu, u endi yoshlik bahorini kutyapti. Uning buningki bahori texmo go'zal bo'ladi ekan. Shunlashqa endi Mishel o'tag'an yosh naqshchidan bir aylanib taklif qilgim kelyapti. U bo'lsa o'zining tetimliq naqshlari bilan xalqimizga tonilayotgan, shundaqla o'zininki naqshlarga o'xshashlar. Mushu güzel melodiyalar bilan xalqimizga o'zininki ajr mehnat mevlarini sunayotgan yosh naqshchi inimiz Advali Nurtay. Qani sahnimizga marhamat. Xush keldingiz inim. Sizning naqshlaringizni shaxsan men intayin yaxshi ko'raman. Bugun ham ko'pchilik qaysi naqshingizni sunmoqchi bo'lyapsiz? Yangi naqshimi? Xo'sh, unda qilsa, doktor Minami 2024-yili yangi ishlarni qiladi ekan. Sizin yeni naqshingiz xalqqa tunilsin, doktor Minaga o'xshash ishlaringiz barakatli bo'lsin. Salom, hurmatli qadrli aziz mehmonlarimiz, oldi bilan manglarning hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Oldi bilan bugungi mushu so'rinimizga alaydan qadrlik va qimmatli vaqtlarni chiqarib, bugungi mushu minaliklarning yangi natijalari hamda yangi mahsulotlar to'pisida hammamiz birga mishada didorlashib va ko'rishib o'ltag'anligimizni aytib xusholmiz. Shu munosabat bilan yana mushu bizdan necha ming kilometr yiroq turayotgan mushu bir jup ayolningki ishlarining texmo o'ngishli bo'lishini hamda tenning salomat umrining uzun bo'lishini hamda tadqiqot ishlarining texmo natijalik bo'lishini mushu ishlarni texmo yaxshi qilish uchun tenni o'zini texmo ko'p asrashini meningcha balkim ko'radi deb o'ylayman. Mush yoshning mangu baxtlik oilasining texmo xotirjam bo'lishini qilishdan birga minaliklar uchun tirishayotgan mushu barcha qadrdan azizlarimizning ishlarining texmo o'ngishli, oilasining texmo xotirjam bo'lishini chin ko'ngilda umid qilaman hamda orzu qilaman. Unda bo'lsa bemorlarimiz shu yori yo'qlar hamda muhabbatimiz qatorliq naqshlarni aytgandan keyin yangi bir kuy ijod qilishga vaqt bo'lmay qoldi, lekin mushu yaqinda taqatmoqchi bo'lgan tayyorlik ko'rayotgan naqshlarimizdan yep-yangi naqshdan mushu yoshning umrlik baxt uchun hamda mushu minaliklarning ishlarining texmo o'ngishli bo'lishini, yangi yilga yangi natijalar bilan kirishini umid qilishdan birga sizlarga yangi naqsha taqdim etgan bo'lsam, ikki yurak nomli naqshimizni taqdim etamiz. Yoqtirib olishni umid qilaman. Marhamat bo'lsin. Muhabbetning dünyasıga kirelmegen şitke yürek, bir-biriga chin muhabbet berelmegen şitke yürek. Muhabbetning dünyasıga kirelmegen şitke yürek, bir-biriga chin muhabbet berelmegen şitke yürek. Guman bilan, arman bilan, hicran bilan, nefret bilan, guman bilan, arman bilan, hicran bilan, nefret bilan, qo'l tutuşup Gülistan'da yürelmegen şitke yürek. Qo'l tutuşup Gülistan'da yürelmegen şitke yürek. Hey yürek, 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 meni dertte koyma yürek. Hey yürek,
yürek Bana şartlar koyma yürek Hey yürek 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 utta köyse kirek Hey yürek 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 Aşık mendek bulsa kerek Yarni izlep koçasığa Kelelmigen iki yürek Vədisini vapa bile Birelmigen iki yürek Köygen bölek, köngen bölek Sadık bulup söygen bölek Köygen bölek Köngen bölek Sadık bulup söygen bölek Tayır bulup zuhrasıga Küyelmigen çikke yürek Leyli bulup Mecnun'a Küyelmigen çikke yürek Hey yürek 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 Mini datta koyma yürek Hey yürek 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 Bana şartlar koyma yürek Hey yürek 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 utta köyse kirek Hey yürek 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 Aşık mendek bulsa kerek Hey yürek şike yürek Yürek utta köyse kirek Hey yürek 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 Aşık mendek bulsa kerek Her kim şundak söyse kerek Rahmat. Teşekkür. Rahmat. Dostlar, bugünkü faaliyetimizin ahırlaşıp kalay deb atıdım. Ahırlaşmaydigan ziyafet yok, hayırlaşmaydigan gün yok. Hem de pat yakında yani didarlaşımız degan oydimiz. Şuna hem de en ahırda bizning şu Doktor Mina Mahsulotininki yaşlık bahariga o'xshash yoshlarımizdan yetilib yosh naqshchi Mupassarxon qizni sahnamizga taklif qilib bu xon qizningki yaqinliq naqshlarimiz bilan Doktor Minaning yoshlik baharining julasini bir his qilgan bo'lsak degan umiddaman. Qani Mupassar singlim sahnamizga marhamat. Salamat zeybalarımız zamanları müşahitler hayırlı olsun. Ben Nakş dostlarla Mufassar nazarına olan otluq salam, usulluk nakşlarım bilen bugün faaliyyətimizni qızğın götürüp gəlməsəm, xeyli mərhəmət. Çimendeki boy boylarınız Kızıl güldek çimendeki boy boylarınız Acayip tatlı iken yerden kolaya koymu koyunuz Acayip tatlı iken yerden kolaya koymu koyunuz Vay dilemey vay şeydayey Dilim şeyda bu dilim şeyda Koyma gaysız
Tövəndikilə usul oynab verimizdə utlamayız mı axırqı numara? Minalıqla, Usul, ulaqla. Hemmenin közü sizde kumarışıp Vay benim şu Hemmenin közü sizde kumarışıp Vay benim şu Çekreniz getirmürüp ve salınız Arman boldu o Çekreniz getirmürüp ve salınız Arman boldu o Vay dilemey Vay şeydayey Zulüm şeyda Bu dilim şeyda Koymağaysa sahtayey Dilim şeyda Bu dilim şeyda Koymağaysa sahtayey Köydürüp kül kıldınız çidemedim Vay bicar men Köydürüp kül kıldınız çidemedim Vay bicar men Ağladınız alemni bestinizge Kaçın kan men Ağladınız alemni bestinizge Kaçın kan men Vay dilemey Vay şeydayey Dilim şeyda Bu dilim şeyda Koymağaysa sahtayey Dilim şeyda Bu dilim şeyda Koymağaysa sahtayey Vay dilemey Vay şeydayey Dilim şeyda Bu dilim şeyda Koymağaysa sahtayey Vay dilemey Vay şeydayey Dilim şeyda Bu dilim şeyda Koymağaysa sahtayey Dilim şeyda Bu dilim şeyda Koymağaysa sahtayey Koymağaysa sahtayey Suyumlik dostlar, suyumlik tordaşlar, Nahmedanki aziz mehmanlar, mehnatkash minalıqlar, bugünkü faaliyetimiz ahirliş aldı turvatıdı. 2023 yılı minalıqlar üçün bereketlik yıl oldu. Mol usulluk yıl oldu. Çünkü bu yıl minalıqlar Gülmira doktor ve Merdan doktorunun başçılığında acayip yaxşı neticeler yarattı. 2024 yılı minalıqlar üçün texmi bereketlik yıl boğusu. Çünkü doktor Mina başçılığı bu koşun yeni neticelerge at siliş aldı turvatıdı. Şuna her birimizin bu yılki takkan japalarımızın meyve berişini, tatlık buluşunu tileşten birlikte 2024 yılı ve şundakla bunun keyinki her bir yılının asayişlik içinde buluşunu, mehnat ecrinin meyvelerinin tökmü buluşunu, ailesinin hatırcam, turmuşunun bereketlik buluşunu tileyimiz. Hemmimizge ilim bilen at sağan her bir menzilimiz güzel olsun. İlim için atlangan her bir kişinin kadiminden güller ünüsün. Doktor Merdan ve Doktor Gülmira başçılığındaki minalıqlarının bunundan keyinki her bir günü güzel olsun. Demek menimce bugünkü faaliyetimizin ahirlishi nahayeti güzel oldu ya. Biz ümitni gördük, şençni gördük. Bir yaşның köngülüge silingan ümitning uruqini gördük. Bir uruq tikilgan ekan, u jasman bıq sürüdü, yıldız tatib, çiçeklep meyve berdi. İşinimizki Doktor Mina'nın bunundan keyinki mahsulotlari, tadqiqotlari texnik naticelik bo'ladi. Rayonimizdan chiqqan mana bir jip doktor başçılığındaki minalıqlarga nusrat tilaymiz. Hayır hoş dostlar, hammamizning har bir kuni bereketli bo'lsin
tenimiz sağ, işlerimiz yürüşlük olsun. Həmminglarga rahmet. Keyin yana fırsat olsa görüşkeymiz. Hayır hoş dostlar. Hayır hoş. Kalbimiz cismimiz bulsun nurane, en yakın menzilge taşlaylı hedef. Güzellik köngülden cay alsın her dem, yakınlık ruhsar mu hemra bulsun hem. Kalbimiz cismimiz bulsun nurane, en yakın menzilge taşlaylı hedef. Minade bakimiz köngülge yakın, her yurtta mekimiz kul kulluk edin. Minade bakimiz köngülge yakın, her yurtta mekimiz kul kulluk edin. Dünyaya güzellik taratmak için, güllerde çakmaymiz bulup bir çıkın. LP video updateli mazmuni mol, ishiltish qo'laydi. 15 cho'ng asos kanal va 200 dan ortiq qo'shimcha kanaldan tashkil topgan. Yanfiningizga LP updatelini qachilab, o'zingiz yoqtiradigan filmlardan huzurlaning. LP